Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Fidoyilar ekraniga xush keldinglar. Aziz qarindoshlar, bugun diqqatinglarga yana Uyg'ur ziyolisi Armas Mavlon Yasin afandining taqdim qilishida yangi bir mazmunni diqqatinglarga sunamiz. Biz oldin qatimliq Fidoyilar ekranining burunqi sahifalarida Xitoylarning vahshiyligiga aloqador bir mazmunda bu vaqtda to'xtalgan, ammo u nima to'xtaladi hujjatlar yo'qolib ketganligi sababi tufaylidan va uning qimmatining tarixdan halqagan biz hayotli bo'lsak bu tajovuzchi Xitoylarning mustamlikasidan qutulishning zaruriyatining tushunchasiga kam bo'z bo'lmaydigan bir mazmun bo'lish sifati bilan takror to'liqlanish talablari takror bo'ldi. Shu yüzden Mevlana Yasin efendim o materyallarını qaytar tahrirlab, redlab, to'liqlab, mustaqil, yani ayrım bir tim şekilde Xitoylarning odam yeyish vahshiy madaniyati haqida bugun bir program taqdim qilgan bo'ldi. Programmaning tavsiyasi aziz qarindoshlar, yuragi ojizlar, yeshi kichiklarniki ko'maslikka tavsiya qilindi. Chunki mazmunlar biroz yirginishlik bo'lishi mumkin. Shunga yuragi ojiz insonlarimiz bo'lsa, ehtiyot qilib qo'ysanglar deganni Mevlana'sınınki tavsiyasi. Ekranımızda Mevlana. Assalomu alaykum. Mevlana hoş geldiniz. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Yaxshi turibsiz? Yaxshi. O'zingiz salomat bo'lg'aysiz, hamg'aysiz, ajrlik bo'lg'aysiz. Fidoyilar ekranida hozir qadar shu boshdan shu qo'l tutishib minib, garchi aramizda binon bir burada su ya bir burada nam bir tanışıp bakmagan ya bir de homunu oluşup bakmagan bolsakmı ama maksat gayelerimizde doğru düşünüş boğazlığı için izcil birbirimiz bilen mürük terap digidek kitabatımız ecellik boğaysız. Eğer ziyalilerimiz sizdek düşüncesi boğan bolsaydı elbette adır kadar nurgun programlarda toxtamagan boladı. Bir yıkılıp ketiplam, ondan keyin herkes ben bilmeymen, maşinaga çıkmayman, molla atmayman deyish imkonsiz. Hayotda nurg'un müdür ishlar bo'ladi. Ammo müdürsimi, yana o'ndan qo'pqina eng yaxshi mollachi deydi ekan. Ya'ni kelgusida natija shunga mansub deydi ekan. Ishlarning oz bo'lsin, davom qilgan hammadan afzal sizning davom qilayotganligingiz va mening diqqatida. Bundan başqa her programmaga saatlerce emas, kunlarcha, hatta oylarcha izdenish ilib berib, bizning bu aldirash hayotimizda diqqatimizni, zehnimizni sarf qilishga quvvatimiz yetmaydigan, vaqtimiz yetmaydigan bir ahvol ostida bunga vaqt ajratib, alohida taqdim qilib kelyapsiz. Faqat quruq rahmat davatimiz, yana davom qilamiz. Quruq rahmat. Marhamat. Hammalar assalomu alaykum. Ekrandagi hammalar. Endi ma birini tushunib qo'yay. Endi abay yaxshi bir so'zni dedingiz. Nurg'un so'zlaganlar, men ekranga chiqishdan burun bu vaqtlarda ekran degan moda bo'lib ketib, kuniga har hafta bir kunda 2 qitim program berib ketgan vaqtinglar botdi. Shu esimda bor. Men ko'rib kelgan vaqtlarda men ekranga chiqmagan shularning hammasi adil asos jihatdan pensiyaga chiqib uyda o'tiryapti. Bir nechini bergandikinde amaliyotda hayot deganda bizning hayotimiz, bizning g'alaba qozonganimiz, mag'lub bo'lganimiz, xushal bo'lganligimiz, ichinarli kunlarni o'tkazganligimiz, mushlarning hammasi bizning hayotimizning bir qismi bo'ladi. Azaldan xudayliq elektronni plus minus bo'lgandek, hayot shu plus minus bilan to'plandi. Endi shuning uchun men hamma ziyolilarningki mushu nimga qiziqadigan hamma odamlarningki mushu kasblar har jihatda to'xtamay so'zlashinglarni, bir yangi bir mazmunlarni izlashinglarni, bir mazmunni berib qo'yib to'xtab qolmay, keng doirada izlanib, bo'libmi tanqidiy xarakterda izlanib, bir ekranga to'liq chiqishinglarni tashabbus qilmayman. Ya'ni Mishadiyan bir narsa qistirib olayman. Tilim lo'qildab ketdi. Qaysi bir qarindishimiz Facebookga yo'llab qo'ydi. Bugun ko'rdim taxa. Rahmat o'tmishim.
Ben tayyor oldum kelgüsün dep yazıptı. Mağızlık yazıptı da. Şunda hoşup kettim. Beni yürküm yazgandek tuyuldu. Yani insanın geçmişi bugünün hurujlarından payda bolgan ki bugün şu ötmüşnün hurujlarından payda boldu ekemiz. Şoňa her bir ötken wagtymyz elbet büyüdü ketmegen boldu eken. Boldu sözüm tügür rahmat. Boldu merhamet. Şu onundaki men mana bugünkü şu Xitayning odam go'shti yeyish degan madaniyati misal 2 soat so'zsak tugaydi. Mushuni tayyorlik qilish uchun men mushuninga minimum az deganda 150 soat vaqtni sarf qildim. Chunki men buningda mushu material endi bular Uyg'urlar ya boshqalar uyib chiqargan gaplar demisin deb butun materialni Xitoyning o'zining tarixiy yozmalaridan oldim. Şu o'zlari yozgan kitob, qaysi kitob nada hammani mana shunda o'zlarininkidan ilib oldi. Uni ilish uchun shu Xitoyning qadimgi kitob, masalan, Zigir Tungjianni men o'qib chiqib ketdim, keyin to'g'riliq so'zlayman. Osh qadimgi kitoblarini tatlab o'qish to'g'ri keladi. Shularning ichidagi qadimgi tillarini chiqib, bu yerda Uyg'urlarning hammasi qadimgi tilni biladigan Uyg'urlar, nayt Xitoylar. Uni ma Uyg'urcha ommabop tilda tarjima qilish to'g'ri keladi. Rətləş to'g'ri keldi. Shu zo'r bu bir cho'ng projekt bo'yicha. Men bunda so'zlagan bilan bir cho'ng projekt. Uningdagi Facebookda chiqarib qo'ysak bir qarindishimiz buni Xitoy odam go'shti yeyish madaniyati demay, Xitoy odam go'shti yeyish vahshiyligi debdi. Bu gapning kamchiligi bor. Va odam go'shti yeyish o'zi vahshiylik degan odam go'shti yeyish degan bu so'zning takrorasi. Vəhşilik degan bir madaniyatning faqat bir qismi. Bu madaniyat degan ichish, turish, soz, kiyim-kechak kiyish, salomlashish, ustalda o'tirish, parang qilish, vəhşilik, adab axloqsiz mushundaq narsalardan to'planib bir millatninki madaniyat bo'lib shakllandi. Bu kitobning oxirida so'z, eng oxiri kelgan turmas Xitoylarga madaniyatni Uyg'urlar tunji qitim kirgizgan. Mushu suhbatning oxirida biz buni axloqni mush oxir ko'rni mush suhbatning oxir to'xtimiz, so'z o'timiz. İnşallah. Manda Xitoyning vahshiyligini yozgan, men hozircha yozgan bir Uyg'ur kitobni o'qimadim. Sizlar o'qidinglarmi, uqmadim-da. Bir Uyg'ur kitobni yo'qkan. Xitoy tarixidagi vahshiylikni inchiklab tadqiq qilgan biri Uyg'urnimi uchirtib baxmadim. Aqchan vatanning ichida erkinlik bo'lsa qiladi, vatanning ichida yo'qkan. Vatanning sirtida oz, vatanning sirtida qilganlar yo'q. Qadimgi tilni bildiganlar, ular bilsa bo'lmagan qadimgi Xitoy tilini tatlab kirish ko'rdi. Uni qilgan odam texaz u bildiganlar qilmaydi. Shuning uchun bularni men uchirtib baxmadim. Bugungi kunga qadar Xitoyga bo'lgan tushunchamiz yuzaki sezimdan halqib o'tolmabdi. Xitoyning yaqin zamondagi dongliq yozuvchi Xitoy yangi madaniyat harakati, Xitoylar yangi madaniyat harakati degani Xitoylarningki Xing Wenhua Yundong deydi. O 20-asrning boshlarida bir yurish Xitoyning ilg'or ziyolari feodalizm qarshi turimiz, demokratiya va ilm fanni tashabbus qilamiz degan bir xil ideya erkinlik harakatini Xitoylarda Xing Wenhua Yundong deydi. Uni Uyg'urcha men Xitoy yangi madaniyat harakati dedim-da. Xitoy yangi madaniyat harakatining yetakchisi, Xitoy hozir zamon adabiyotining ul solg'uchi va yo'l ochquchi piri. G'arb dunyosidami Xitoy yaqin zamon adib va mutafakkur deb tanilgan Lushinni anglagansiz-mi bilaman deyman. 1925-yili 4-ayning 24-kuni yozgan Chiroq ostidagi adabiy parcha Dingshamantan. Malan masab kitobning ismi Uyg'urchaga men o'zim tarjima qilyapman. Boshqalar tarjima qilmami uqmayman. Degan asrda shundoq yozgan. Mana bir rasm birga keling. Sal yo'qotgani bo'lamdi uni. Bu shu. Masalan,
Mesela bu maçta şu edebiyatını resim yazgan, ma yukarıdaki Xitay tilini okumayman, ma tercümesi ma mening aşnanga bo'lgan tercüme. Jungoning Lushinninki shu mau chiroq ostidagi edebiyot parchasidagi uzundisi mau jumla. Jungoning atalmış madaniyatchilari amaliyotda boylar bahramon bo'lish uchun odamning go'shi bilan o'rinlashtirgan ziyofat. Atalmış cungoluklar bulsa bu adamның güçü bilen orunlaştırgan ziyafetinin aşhanesi. Sanaksız çoğ küçük adam güçü bilen tayyarlangan ziyafetler insanlar medeniyetiga qadam qo'ygandan başlap ta bugunga qadar davomlashib keldi. İnsanlar bu ziyafetlerde ya adam yegan, ya yeyilgan. Qatillarning nadan ve telvet tentene qilishida acillarning facialik faryodlari yipilib ve yuşurilib ketgan. Ayol ve balalarning faryodidan asla gap aytishga bo'lmaydi. Lushinning bu yozmasi Xitoyning necha ming yil tarixida sulolalar almışib turgan bo'lsa-mu, xondanlıqlar yengilib taxit tacisi o'xshamagan boshlarga almışib turgan bo'lsa-mu, davri taraqqiy qilib insonlarning aql va axloqida cho'ng o'zgarish bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy madaniyati uzilmay kelganligining eng muhim omilni ko'rsatib berdi. Boshqacha aytsak, Xitoy tarixi bo'lsa yovvoyi, vahshiy va nodon bilimsizlikda chin turib madaniyat va ilm fan bilan tang ideya va tafakkur taraqqiy qilishni rad qilib kelgan johil nodon tarix. Ilm fanning taraqqiy qilyotidi, lekin ideyasidagi vahshiylik o'zgarmagan. Lushinning yana bir danglik asari G'aljir odamning xotira daftari Konrijida deganda danglik adabiyotida shundoq yozgan. Rasm 2ga akiling. Men Lushinning gapi, mening tarjimanim. Men tarixni ichib qarab baqsam, bu tarixning hech qanday yil oylari yo'q ekan. Her bir betida qing'ir-sing'ir yozilgan insof parvarlik va xavab saxovat, Xitoycha rinyi davdo deb deydi, degan 4 xat bor ekan. Men o'ngda dumda yetib zodi uyqum kelmadi. Yerim kechida bu 4 xatga tafsili qarab, bu xatlarning ostida boshqa xat borligini ko'rdim. Butun kitobda odam yeyish, shirin degan 2 xat to'shib ketgan ekan. Lushin G'aljir odamning xotira daftari, bu Lushinning bu danglik yozuvchining eng danglik asarining biri. Lushinning G'aljir odamning xotira daftari Konriji degan danglik adabiyotni yozib bo'lib, do'sti va tarix yozuvchi Shu Shoushanga xat yozib, xat yozib, xitida shundoq yozgan. Men G'aljir odamning xotira daftarini yozishining sababi yaqinda hokimiyatni qandoq boshqarishni Zirjir Tungjan. Bu mening bugungi yozgan kitobimning asosiy manbasining biri. Zirjir Tungjanni tasodifiy o'qib chiqib, Cungoluklar texçe bir odam yeydigan millat ekanligini bildim. 1925 Lushinning nimasi. Lushinning o'zining eng danglik bo'lgan yozmalarining biri bo'lgan bu yozmasida Xitoy jamiyati odam yeyish moyitiga ega degan yakun chiqargan. Lushinning ko'z qarshida Xitoyning necha ming yil ijtimoiy turmushida başdan oxirgacha odam yeyish hamroh bo'lib kelgan. Bu odam yeyish urush davri yoki ocharchilik yillardala emas, tinish davridimi to'xtamay davomlashib kelgan. Masalan, dushmanini o'ldirib yavitish,
odatki puhralarni qaroqchilar bulab yevitish, shahzodalarga yaxshichoq bo'laman deb xushamat qilib o'zining o'g'li yoki xotinini o'ltirib tomoq etib berish. Bir puhra faqat odam go'shtiga xumor bo'lib, yana bir puhrani o'ltirib pishirib yoki xom yevitish. Xitoy madaniyatidagi odam yeydigan hodisa va ahvol Xitoy jamiyatining har qatlamlarida ishsiz, mol-mulksiz, tilamcha, dehqon, ishchi, harbiy, ziyoli, boy, amaldor, oqsunak, podshoh qatorliq barliq sistema qatlamlarida mavjud bo'lgan, taraqqiy qilgan, shakllangan va normallashgan. Xitoyning bu madaniyatini 1917 yili Xitoy yozuvchisi Li Zongwu nashr qilgan qilin qora nazariya Xo'xishu degan kitobda bir odam qahramon va azmat bo'lish uchun yuzi sepilning timidanmi qilin bo'lish, lekin bu qilinliq ko'rinmasligi kerak. Yuragi ko'mirdimi qora bo'lish, lekin rangsiz bo'lish kerak degan falsafani o'ttirga qo'ygan va Xitoy tarixidagi dongli qahramon Liu Bang, Liu Bei, Cao Cao, Sun Quan larni misol qilib bu falsafasini isbotlagan. Xitoy tarixchilar o'zimi bu kitob Xitoy falsafasini, ideologiyasini va madaniyatini eng mukammal yakunlagan deb baho berdi. Xitoycha biladiganlar bu kitobni o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Bundaq kitoblarni o'qiganda Xitoyga bo'lgan tushunchamiz tuyg'udan mohiyatga sakralaydi. Rasm 3ga kiling. Ekranlarımı karamet zamanı bilişip gitipti. Biraz Ya, siz evet. ecir kılgan ekan bizim ecir kıldı dep biraz Rasm 3'ge ilaqi kitapning kendimisi var. Ma rasm bu emas. Aşna tüvendi bolsa bolot aşkın. Mana. Muşu kitap. Bu Xitoyning madaniyatini eng yaxshi Xitoy tarixchilarmi muşu kitap Xitoy tarixchilarmi bu kitobni o'qib chiqsanglar tavsiya qilaman. Muşu kitobni Xitoy tarixchilar o'zimi Xitoy falsafasini, ideologiyasini, madaniyatini eng mukammal yakunlagan deb qaragan. Men mush kitobdimi Gay og'a misollar mush kitobdan kelgan. Masalan, Lushinni ichiga olgan nurg'un Xitoy yozuvchilari Xitoy tarixini odam yeyish tarixi yoki odam o'ltirish tarixi deb yozgan. Sharında lishi, chirında lish deb olgan. Odam yegan ahvol Xitoy tarixlarida nihoyatda tafsili va aniq yozilgan. Chunki bu ahvolni yozmasa tarixni to'liq yozilmaydi. Qahramonlarni yozamaysiz. Turmushni yechmasa yozilmaydi. Bu yozilmaydi, tarix yozilmaydi. Shuning uchun odam yeyish Xitoy tarix kitoblarida yomon tafsillangan. Xitoy kitoblarida buni tuvandikidek odamni qo'rqitadigan so'zlar bilan xotira qoldirgan. Bularni hozir Xitoylarning turalg'u, turaq ibora demdik. Shu iboralarga aylanib ketgan.
İngilizce'de bunda adam yeyişini tüven kanibalizm deydi, dep ataydı. Resim tötke ekilin. Ha mana, ma go'shtlar men o nim qilib qo'yay, Xitoychani o'qib ketmayman ben. Birinchisi mana, odam yeyish. Xitoycha ren shangshi. Bəslişib və talışıb, mən yuqurdan tuvanga o'qiyaptim, bəslişib və talışıb odam yeyish. Ren shangshi deydi. Ballarını tigishib yeyish, yizi arshi. Ata bala bir-birini yeyish, fuzi shangshi. Odamning go'shtini qirib ilish, guashi rinru deydi. O'zining qizini o'ldirish. Odamning badanidan go'shtni tishi bilan o'zib ilish, danchiru deydi. Mana men Xitoyning odam yeyish tarixi, odam o'ldirish tarixi va odam qinash tarixi ustida ayrim to'xtayman. Bugun Xitoyning odam yeyish tarixi ustida to'xtayman. Biz Xitoyning odam yeyish tarixini 4 katalogga bo'lib tunishimiz. 4 katalogga bo'lib so'zlayman. Birinchisi hayot qilish uchun odam go'shti yeyish. Xitoycha chiushin, shingshirin deydi. Xitoy tarixida urush va tabiiy ofatdan kelib chiqqan ocharchilik ko'p bo'lib, ocharchilikda hayot qilish uchun odam go'shti yeb qo'rsaqni to'ydirishga odatlangan. Xitoy tarixiy kitoblarda odam go'shti yegan misollar ko'p. Misolan, Xitoylarning eng donglik tarixiy xotirasi va hokimiyatni qandoq boshqarish, birini Shiji Ziji Tungjian kitoblarida odam bir-birini yeyish, odamning badanidan go'shtni tishi bilan uzib yeyish degan jumlalar ko'p ko'rindi. Tuanda tafsili to'xtaymiz. Rasm 5 ga keling. Xitoyning tarixchi bu Xitoy degan bu tarixda intayin jiq yozgan. Ziyolilari gaday shunda bo'lsa, to'q ziyollar burun Xitoy tarixida eng tuan o'rinni oldi. Cho'lovjo deb qo'ydi. Eng tuan o'rinni olgan. Shunda emas, ziyollar to'xtamay yozgan, bularning kitobini o'qib tugatgan bo'lmaydigandek qolgan. Lekin Xitoy tarixida eng iliqi hammasining ustun turgan, eng mukammal yozilgan 2 kitobga biri Shiji tarix xotirasi, yana biri Ziji Tungjian hokimiyatni qandoq boshqarish. Bu 2 kitob. Mening bugungi misollarim asosiy Ziji Tungjiandan ilindi misollar. Biz Xitoy o'zining ichida olmasak, Shijidan to'liq Ziji Tungjianni asoslan. Chunki bu kitobning hammasi boshdan bir yashi kitob. Buni hammasini o'qib chiqqan. Xitoyning donglik shoiri Bayjuyi she'r yozib, odam yeyish tarixiy voqealarni tasvirlagan. Rasm 6 ga kelib qo'ying. Mana shunda mana Yinik Simiz degan she'rida, Yinik O'ruq Simiz deb asım bo'ldi bu yerda. Mana bir jupi bor. Shi sui Jiangnan Han, Xiuzhou ren shi ren degan. Jiangnanda qurg'oqchilik bo'ldi, odamlar bir-birini yedi deb yozib, odam yeyish tarixiy voqealarni tasvirlagan. 1616-yildan 1618-yili 2 yil Shandongda ocharchilik bo'lganda odam go'shti yegan ahvolni 2008-yil yaqinda 2008-yil nashr qilgan Xitoy va chet el tarixiy yillar jadvali degan kitob qildi. Zhongwei Li Shi Nianbiao degan kitobda mundoq yozgan. Rasm 6 ga keling. Yo'q. Bu emas. Rasm 6. Mushimi? Ya bu emas. Oy, rasm 7 bu. Nimini bek
Qochqa o'xshaydi. Endi men deb qo'yaman, men mushningda ashu tepadagi ashu ma tegishli shu tegishli. Mana mushningda yozgan Mevlana tarjim qilib qo'ydim. Shandongda ocharchilik bo'lib, onasi o'lik bolasini yegan, eri o'lik xotinini yegan. Xitoy tarixida 1654dan 1722 yili oraliqini Kangxi davri deb ataydi. 1676 yili yozilgan Qingzhou Fuzhi degan kitobda odam go'shi yeyish ahvolini mundaq yozgan. Rasm 7ga ekilgan. Maningda ekran sal kichik chiqib qolgan burunqidek emas. Ko'raman deganlar yo'q bu emas. Mana mushu. Mana Xitoychani o'qimadim. Men tarjimasini o'qib beryapman. Qadimdan tortib ocharchilik yillari kishilar yo'llarda bir-biriga qarab, bunda jiroqni bir-biriga qarab, gap qilmay bolalarini tegishib yetdi. O'zining bolasini o'ldirib yeyishga chidamay, uning bolasini uningga bergan, mening bolasini meni bergan, endi ashta yetdi. Bolalarni tegishib yetdi. Jasadlarni kesib tomoq qilatdi. Tirik odamlarni o'ldirib, parchalab, atdiganlik va kashlik tomoqqa pishirdi. Ota bola demay, ayol demay, akka-uka demay oldiga kelgan odam go'shi bilan yasalgan g'izoni yetdi. O'lgan odamlarning qo'saqlarini yerib, yuragini kesib oladi. Tanlarini parchalab, qiyma go'sht qiladi. Odam yuragini, bo'libmi kichik bolalarning yuragini eng tamlik deb orzu qiladi. Odam go'shini bozorlarda sotadi. Bir jingi 6 tin edi. Jiddiy ahvollarga tayyorlik qilib, odam go'shini tuzlab saqladi. Odamlarning beshini kesib, pishirib, odamlarning beshini kesib, o't bilan pishirib, mingisini sho'ratdi. Bir odam ocharchiqda yiqilgan zaman o'lmay emas, bir odam ko'chada mushta yiqilib qolsa, bir odam ocharchiqda yiqilgan zaman atrofidagilar uningga pichoq silib parchalashga boshladi. G'oy vaqtlarda bu odamning badanidagi go'shtni shilib bo'lgandimi, bu odam texi o'lmay, ko'zi paqirab turadi. G'oy insonlar bunda qilmanglar deb to'smoqchi bo'lsa, hammasi darhol men odam yemsam, odamlar meni yeydi deb javob beradi. Va vahshiylikni ko'rdinglarmi? Xitoy tarixida eng mukammal odam deb atalgan Xitoycha Chengu deyiverdi. Buning zodil kamchiligi yo'q odam deydi Xitoylar. Qing sulola davrimiz degani mesela 1636dan 1912 yili. Eng cho'ng huquq olgan Zhongguofan o'zi yozib qoldirgan Zhongguofan xotira daftari degan kitobda mundaq yozilgan. Rasm 8ga ekilgan. Bu Zhongguofanning bu kitoblarini hozir to'rdim topqani bo'ldi. Jumonglar to'rga kirsanglar Zhongguofan reji desanglar chiqadi. Ma ekran yomon cho'ngroq qilgan bo'lam diyor. Mana men cho'ng aytdim, bu emas. Rasm 8. Buning bu emas. Buning asli bo'lsa, buning asli yana bir kichkisi bo'ldi. Mushu. Mushu ashu. Qani yo'qib ketdi u. Bu emas, bu Lushinning. Mushu deymi? Mushu emas. Bu emas.
Hiç olsa 7'den keyin 8 usulda. Ha, mushu. Ya bo'ldi. Bu men o'qib beray. Menda o'qalaman ekranni yo'g'on qilyaptim hozir. Menda mushu gapda shu Zungofan degan bularninki shu tarixdagi o'zlari Chengu Varun deydi. Zodi hamda kamchilik bo'lmagan eng mukammal odam deydigan odam. Shu odamning xotirasida manda yozilgan. Anxuy o'lkasida Anxuy o'lkasiga qarashliq hamma yerda odam go'shi yegan. Odam go'shtining bir jini 30 vanga sotiladi. Van degan shu vaqtdagi Xitoyning puli. 30 vanga sotiladi. Yaqinda anglasam, odam go'shtining bir jini 120 vanga chiqibdi. Jurong, Arli degan yerlarda bir jini 80 vanga chiqibdi. Jiangsu o'lkasida 80 vandan boshlab 130 vanga chiqibdi. Bu bozorda ko'ch-ko'chlarda esib qo'yib setayotgan odam go'shtini deyotdi jumonglar. Min sulola davrida Mingcho u 1368dan 1646 yilida Cheng Qiyu degan bir ziyoli Beyjingga imtihon berish uchun kitib berib, yo'lda ko'rganlarini asos qilib ocharchilikdagi xalq ko'rinishi Jimingtu deb bir kitob yozgan. Bu kitobda mundaq yozilgan. Endi u vaqtda Xitoylarning imtihon berg'ili Beyjing markaz bo'lgandiki, hammasi ashak beradi. Yiliq burunlardan biz masalan biz inglizcha imtihon bersak, Shiyanga beradi. Toshning o'xshashda. Sizlar Qashqalarni yezdikilar shahar kirib imtihon berdi-ku deyman. Oliy maktab. Shuning o'xshash u vaqtda Xitoy ziyolilari shu Beyjingga berib imtihon. Shu yo'lda ketib berib turib, ko'rganlarini yozgan bir kitob bor. Ocharchilikdagi xalq ko'rinishi Jimingtu degan shu kitobda mundaq yozilgan. Rasm 9 ga kelgan. Yo'q, bu emas. Bu abay qildi-ku. Mana yuqorqisi men tarjima loyihasini tarjimasa, Mabalning yezishini tarjima qilib o'qiyapman. Men uyimdan ayrilib 10 kilometr manganda odamning go'shini xuddi it cho'shqining go'shiga o'xshash kesib shilib elayotgan ahvollarni ko'rdim. Odamlar bundaq ishlarga hayron qolmaydigan bo'lib ketibdi. Men qo'rqib titrab ketdim. Yana yerim kun mangandan keyin bir mumayning bir o'lgan bolani bir tarafdan pishirib etib, bir tarafdan yig'layotganini ko'rib, uningdan bu bolani yemoqchi bo'libsan, yana nima uchun yig'laysan deb so'rsam, mumay shundoq deb javob berdi. Bu mening bolam. Tashlavatsam boshqalar yeyitidi. Shuning uchun o'zim yeb qo'lsuqimni to'ydiray dedim. Mana buningda bir o'zining o'lgan bolasini yegan, shu ko'chalar ketib qolsa, hamma yerda o'lik odam go'shi butunlay shilinib bo'lgan, ichqoni ilinib bo'lgan, butun yoshli odamlarga to'shib ketgan. Xitoyning Yuan sulola davrining oxiri va Ming sulola davrining boshlanishida yashagan dongliq Xitoy tarix yozuvchi Tao Sungyi Lansunchulu degan kitobda rasm o'nga kelgan. Mana. Yuan Huizong davrida ocharchilik bo'lib, Huiyo qo'shinlari odam yedi. Avval kichik bolalarni, andin ayollarni, oxiri erlarni yedi. Qing davrida yozilgan Shubi degan kitobda mundaq yozma bor. Rasm 11 ga kelgan. Shuni ostida. deb chiqarib qo'yibdi-da, turdi xat. Ya bu abaqs. O Zungofan abaqs. Shuning ostida usuldi. Mana. Mana buningda
Bunun da şunda yazılgan. Sichuanda qattiq ocharchilik bo'lib, odamiy ish ahvoli yuz bergan. Yo'llarga ocharchilikda o'lgan odamlar to'shib ketgan va bularning tanlaridagi go'shtlarni shilib ilib oppoq qilib qo'ygan. Bu jasadlarning go'shtiga erishamaganlar ota bola, aka uka, er xotin bir-birini o'ltirib yegan. Yuqorida so'zlab o'tgan faqat Xitoy tarixidagi ocharchilikda odam go'shti yegan sanoqsiz voqealarning bir necha misoli. Ocharchilik vaqtida, birinchi men 4 bo'lib so'zlayman deyman. Xitoy tarix kitoblarida o'qisak, yuqorida so'zlab o'tgandek boshqa yana mundaq so'zlarmi bor. Rasm 12 ga akilang. Mana shuni. Mana men buni Uyg'ur tilini o'qib ketdim. Odamning badanini tirik parchalash. O'zining yuta go'shtini kesib, boshqalarni beqish. Jigarni kesay qo'rish. Ko'rgan sovsay deydi. Ojizlar kuchliklarga yem bo'lish. Odam go'shti bilan itga montajin ro'pavzi deydi. Odam go'shti bozori, vaqt odam go'shti bozori degan night umumlashib ketgan. Hammayat batdi. Odam go'shti bozori, shichang. Odam go'shti ziyofati. Xotinini o'ldirib, mehmonga ziyofat berish, shachi yanki. Odamlar o'zaro bir-birini yeyish. Oq sunak hamma yerni qoplab ketdi. Baygu Pyongyang. Odamni tuzga chilab qo'yish, yanish. Mushunda qatorliq qo'rqinchli so'zlarni doim uchratgani bo'ladi. Xitoyninki Mao nemislikni Mao'ylik İngiliz Uyg'urcha turaqliq iboralar. Xitoy Uyg'urcha turaqliq iboralarmi mush gaplar bor. Mana bu lug'atni aqtusanglarmi? Men doim qarab turman buning nurg'un lug'atlarni mushunda. Endi chunki men Uyg'ur muntilim tarjim qilgandan mushuni men doim ishlab turman. O'zimning Uyg'ur tilini mushuni o'qib, Uyg'urchani saviyamni o'stirman. Mush kitoblarda mushlarning hammasi bor. Yuqorida so'zlab o'tgan hayot qilish uchun odam go'shti yeyishni Xitoy tarixchilari bir xil amalning yo'qligidan ilojsiz ilib borgan tabiiy harakat deb tushuntirishga tirishgan. Xitoylar amal yo'q, xalqlar o'lgan vaqtda yemiz qanday qildi, u o'zim o'ldi deb haqan tirishgan bo'lsa-mu, yana Xitoyning bu madaniyati dunyoning ayblashiga uchirdi. Tarixchilar Xitoylarning bu tushuntirishini qabul qilmadi. İkinci, bugün sözlemek olan ikinci mavzu davolanish uchun odam go'shti yeyish. Xitoy tibobitida odam go'shti yeyishni tashabbus qiladi. Dunyoda boshqa millatlarda odam go'shti yeyish orqali kasal davolaydigan ahvol bormi? Men topolmadim. Men o'qigan materiallarda yo'q. Xitoyning tibobitning pri deb atalgan Li Shijing, bu bütün tibobatlarning pri. Xudaylik islom dinida Luqman Hakim deymiz-ku, bu Xitoylarning Luqman Hakimi. Shu 1578-yilda yozilgan Dora o'simlikleri qomusi, Binsao Gangmu degan Dora bilim to'plamida odam go'shtini yeyish orqali kasal saqayishni tashabbus qilgan. Rasm 13 ga kiring. Rasm 13. Mana mush kitobning bir parchasi. Rinru yishi deganda mana qilib, mayaqda sol bulun dugla qilib qo'ydim. Odam parchasi. Bu kitobning bir bobi odam parchasi degan bir bob bor bu kitobda. Chunki bu kitobni o'qisanglar odam parchasi degan bir bob bor. Uningda butunlay odamni qilganda, men rasm 14 ga akiling. Mana Li Shijing. Bu kitobning odam parchalari degan bo'limida odamning chosh tuki, yangi tug'ilgan bolaning beshining keyindagi moy, quloq burubkisi, tizning miyi, tirnoq, chish, odam po'qi, odam sudiki, odam ustixoni, odam yoshi, ko'z yosh, odam yoshi, odam xuni, odam jigiri, odam go'shi, odam qini,
boshning cho'qqa suңiki, zakar, ayollarning chatiraq tuki, mumya qatorliq odam badindagi 37 xil narsa bilan 248 ya 284 dora yasaganligini yozgan. Ha, odam ishladi. Isilib o'lgan odamning go'shini yesa, odamning nervisi tinchlanadi deb yozgan. Voyjon, unda odamning yo'qsa o'lib qolmasa tinchlanadi odamning nervisi. Bularda o'lgan odamning go'shini yesang, odamning nervisi tinchlanadi deb yozgan. 70-80 yoshlik odamning badanini yuvib, hasaldan boshqa narsa bermay, u odam o'lganda uni tosh bilan yasagan jasad sanduqqa hasal qilib ishlab qo'ysa, keyin uning go'shi bilan sunib ketgan sumakni saqaytish oson bo'ladi deb yozgan. Mana to'g'ri kitobda, hozir ash kitobni olsangiz bor. O Xitoylarning hozirgi Junyi deganini bilamsiz Xitoyda? Ularning milliy tipi Junyi dars yeb boqqanmisiz umringizda? Xitoylar. Qashqalarda yo'qmi diye Junyi darxona? Qashqalardan siz Xitoy yo'qdan vaqtladimi? Biz Yo'q. doktorxonalarda Junyi degan batdi. Ama bilib turib, yani onu Xitoyniki ekan deb og'izlab yeydigan bir şekilde yeb bakmadık hayatımda mesela. Biz kichik vaqtimizda doktorlarga borsak, nurg'un vaqtida Junyigimi ko'ringan Junyilar dori yezib beradi. Endi ularni tibobatxonaga borsak, ash yezib bergan narsaga qarab, hamma narsani bir changalni bo'lib, men Nanjingda ashada o'qiyotgan vaqtim bir changalni qiladi, uni endimda qaynatatdik bir ko'rda. O dori qaynab suv bo'lgan ekan, o suvni 2-3 ga bo'lib ichayotdik. Junyi dorisi degan. Ya'ni mana rasm mushu po'xni deydi-ku, odam aningda odam po'qi, odam sunki deydi. Hozir qadar ishiltidi buni Xitoylar. Odam po'qini. Rasm 15 ga qiling. Men yana Uyg'urlar 50-60 WhatsApp gruppasi ekanman. Undan boshqa bir 8-9 Xitoy WhatsApp gruppasida, cho'ng gruppalarda, Onun Xitoy bir necha YouTube gruppaları var. Şulardan mana Xitoy YouTube gruppalarından algan. Mani ko'rdingizmi? Mani bir seriqmanda tugilak qilib qo'ydik. Bir seriqmanda tugilak bir xatni munda qilib qo'ydik. Po'x degan gap. Ma Xitoylar o'zi o'pibdi. Voyjo, ma dufuda Xitoylar yeydigan dufu bor-ku. Dufuga po'xni ishiltirdik. Tarkibida. Mana terkibi bunu yasagan ma idare qo'ysangiz Jiangsu Shin Jianshi deydi. Bu bütün Xitoydagi eng zamonaviylashib ketgan, eng taraqqi, eng cho'ng dufu zavodi. Bu xalqaro chiqqan eng cho'ng dufu zavodining nimasi shunda qilgan, ana kinishkilari bor, oshlar bor, oshningda mana po'q ishiltirdik. Dufuda. Burunlarda o nima oliy maktablarda o'qiganda dofularni qorab akilatdi, shu po'rishyoqlar shu nurg'un birimlar kirib ketibga deyman, kanimiz qamana. Ma'noda men bilmadimki, ma'ni Xitoy nimasidan va biz men bayliq bir Xitoy WhatsApp gruppasida bir Xitoy choplab qo'yibdi, shu yerdan oldim. Mana uningdan rasm 16 ga akiling. Doğrularda men deganim hammasi bor. Odamning birimini ishiltirganlar sizlarga beraman. Rasm 16 ga. Mana nurg'unlar doktorda nimada yeysizlar, Junyi, masalan Junyi xonlar berib, bunda qarib dori sotadi ular. Xitoylarchi, Junyi dorixona kirsangiz, dorixonadami, nima deymiz? Dori sotadi, ya'ni dorixona, dorixona kirsangiz dorilar bor. Mana dori ismi Mesela tibat xalqlar müştaq dora ismi bor, mana zıxıç, tazava degan müştaq hammasi o'xshamagan dorilar. Buning foydasi, dorilarning mandaq foydasi bor deb yezig'liq dorilarda. Qonni yaxshilaydi, börekni to'liqlaydi. Yiqi yangshu va buchun yijing degan gaplar bor-da. Buning bir tarkibi taypan. Tarkibining birisi taypan deydi. Bu taypan degan bola hamroyi. Bala hamroyini ilib, bular doktorxonalarda hammadan mushu Junyi dorilar, mushdan ishkanlar ham. Birinchi xat Junyida birinchi simanda bir yeshilg'u bir xat qildim. Ko'rdinglarmi?
Ama yeşil xet. Buni degan z deydi. Buningdiki z degan xatning birinchisi z deydi. Degan ismning kelib sababi bola hamroyi yangi tug'utdan chiqqanda qizil ranglik bo'ldi ekan. Azroq qo'ygandan keyin u suyuq rangga aylandi ekan. Dorining ismi suyuq daryo mashinasi degandek bir odat ismi bilan qo'ydi. Ashadga suzuk gap mushadin kelgan. Hamra chiqqan zaman qizil bo'ldi ekan, birdan qo'ygandan keyin suzuk rang bo'ldi ekan. Dorining ismi suzuk degan rang oshiningdan kelgan. Hozir Xitoy dorixonalar kirsangizmi, bu hozir dorixonalar kirsangiz, mushu dorilarni ishgan har qanday nimada mushu bola hamroyi bor. Xudoyim, Xitoylarning xudolari yomon chiqdi. Sungkonlar, Jubajalar eng oxiri xudosi bo'lib chiqib ketdi. Xitoyning u xudolarning eng cho'ngini, xudolarning podshosi bor. Shujisi bor, birinchi shujisi. Xudolarning Shi Jinping borda ularninki. O xudosining ismini osmon xudosi deb qo'ygan Uyg'urchaga. Uyg'ur Xitoychada Yu Huangda deydi. U o'zining hayotini davomlashtirish uchun odmi qiz bolaning go'shini yeb va ko'zini do'ra qilib hayotini davomlashtirdi ekan. Li Shicheng kitobida odamni o'ldirib, jigirini haroqqa silib, issa texmi botur va mard bo'ldi deb yozgan. Xitoydagi Sharin Chudan odamni o'ldirib, jigarni olmoq degan turaqliq ibora mishadin kelgan. U rasm 17ga qilingan. Mana mishagida mana u odamlar partiyada manda yozgan. Manda Binsao Gongmu degan kitobda Shinay Junrong Miushu Junzi Buviyi. Buni odam go'shini yesa botir bo'ldi deb bo'lib, endi xalqlar meni tillab ketmasin deb buni harbiy ichida ishlatsa bo'ladi, fuqarolar ishiltish yaxshi emas deb. Harbiy ichida harbiylarni odam go'shi yesang botir bo'lsan deb, butun askar jangchilarga bular odam go'shi bo'ldi. Li Shicheng buni yozganda xalqlarning nafratiga uchrab ketmay deb, buni harbiy ichida ishlatsa bo'ladi, fuqarolar ishiltish yaxshi emas deb imzo berib qo'ygan. Og'rib qolgan odamga odam go'shi berib davolashni yakunlash orqali dunyoda birdan bir odam go'shi bilan tomoq hozirlash nazariyasini paydo qilgan. Mushunday odam go'shi tomoqni ashuna ichida qilsanglar 100 dan jiq tomoq qila oladi odam go'shi bilan. Ashuningda 100 dan jiq qildi ekan. 1626-yili yana Ming sulolasining başlanışlarda yazılgan Minjibilü degan kitobda shunda xotira bor. Odam go'shi bilan jarohatni saqaytib butun Chang'an, o Chang'an degan Xitoyning markaziy vaqtlarida butun Chang'an shahrida umumlashib ketgan. Butun odam jarohat, o dora odam go'shi bilan yasalgan dora asosi dori ekan. Xitoyda odamning qiyniga chilg'a muma degan atalg'u bor. Xitoyning qadimdan kelgan an'anasida mumani odamning qiniga chilab yesa tuberkuloz kasalni saqaytidi deb qaraydi. Tang sulola davrida yozilgan dora o'simligi to'liqlamasi Li Shicheng oyoqdagi qamışaqqa keyin bir odam uni yana yangi dorilarni uningga to'liqlab yangi birini yozdi. Xitoy tarixidagi ikkinchi cho'ng Zhongyi kitobi. Uni Binsao Shiyi deydi. Dora o'simliklari to'liqlama degan kitobda jinoyatchilarni o'ldirganda xalqlar jallatdan shu jinoyatchining qinni so'rab uningga mo'misini chilab yoki surtib degan ahvolni yozgan. Bu kitobning aytishicha, jallat bir odamning kallasini olganda uning qilichidagi
qonga momni surkab, andin o'tqa qoqlab yesa, odamning yo'tal kesilini saqaytidi ekan. Ma kitobda yozilgan. Bu rasm 18 ga akiling. Yo'q, rasm o bu. Rasm bizni kalsini ilayotgan yer bu. Ko'ryapsizmi? Ha, mana. Ma rasm kadamda rasm 18 rasm bu rasm. Bu rasm o'ltirish oldida turgan odamning atrofiga uning qinini mo'masiga chilab yoki surtib yemoqchi bo'lgan odam to'plamini ko'rsatdi. Shu rasmni aslida Xitoycha bor, shu Xitoy shuni tushundirdi xat. Nima qiyniga mo'masini chilab yoki surtib yemoqchi bo'lgan odam to'plamini tasvirlaydi. Salohiyati bor yoki boylar, pulaydingiz bo'lsa, boy bo'lsa, boshqa bo'lsangiz, mo'mini o'lgan odamning kallasining ostiga bunda tizib qo'ysizki. Ular qila oladi. Mo'msa kallasi ilingan odamning beshining ostiga bevosita qo'yib qo'ya oladi. Masalan, shahar boshliqlari, cho'nglar, katta boylar ular mo'mni akilganda, kallasi ilinganda qon bu mo'mlarning ustiga chichirab tushidi ekan. Bundaq mo'mni yesa odamga foydali deb bildi ekan. Mana asli xatmi shu jumla. Mana bu atrofdagi shu mo'mni yeymiz deydi-ki, u odamning qalsini olgandan manda qilib qo'ydi. Qilib qo'ygandan keyin boylar, mo'maylar kelib qata cho'ng boylar mo'mlarni ash odamning qal ostiga manda tizib etdi. Tizib etgandan keyin endi qalsini olgandan keyin qon itilib tushgandan keyin ash mo'mlar tushgan. U mo'mlarni bu boylar yeydigan, qolgan yerga chichilgan u mo'mlarni haqlar yeydigan, uning bu odamning badanini tilab ustixonlarga surkab, eng oxiri beshidan boshqa hech nima qolmaydi ekan. Odamlar menmi necha qidim deb ketdim, gaylar mushu gapni demasang deydi dedim. Men mushu Uyg'urlar, mushu NYDning pulini olganlar, diqqat qilmasanglar sizlarmi Uyg'urlarning qiyniga non chilab yeganlar bo'lsizlar. Men NYDdan pul olganga qarshi emas. Bu Uyg'urlarning tortayotgan dadiga emas, hozirgidek bunchalik emas. NYDdan yuzlarcha Uyg'urlar NYDning pulini olsa bo'ladi. Lekin mushu NYDdan pul olganlar, sizlar qanchalik pul oldinglar har yili? Shuni cho'qim xalqqa bayon qilsizlar. Bu sizlarning pulinglar emas. Bu shu qiyni yiqilgan shu Uyg'urlarning puli. Sizlar ashini e'lon qilmasanglar, sizlarmi qanchalik kiriminglar borligini e'lon qilmasanglarmi, sizlarmi shu Uyg'urlarning qiyniga nininglarni chilab yeyotgan odamlar. Sizlarning maylaringlar, nonlaringlar, go'shtlaringlar, tamoqlaringda Uyg'urlarning pis-pis eqib turgan qonlari bo'ldi. Shuning uchun NYD'larga ulardan so'rsa, ularning mayli qanchalik tovoq so'zlab ketishdan qat'iy nazar, ular bilan uchrashganda Uyg'urlar birinchi savoli, sen NYDdan qanchalik pul olsa deb so'rash kerak. Bu Uyg'urlar, o'sha millionlab Uyg'urlarning qiyniga chilab yeyilgan non bu. Shuning uchun buningga javob berishi to'g'ri keldi bularning. Lushinning Dora degan yana bir dangliq yozmasi bor. Dora degan dangliq hikoyasida bir ayol ikkisi choyxona ichib, yaxshi turmush kechirib ketib borganda, o'g'li tuyuqsiz og'rib qilib, o'g'lining kesilini saqaytish uchun o'ltirilgan inqilobchilarning qiyniga chilg'an mo'mani setib elib, o'g'liga yigilgan ahvolni yozgan. Yo Dora degan ki uni uyg'urchaga tarjim qilganmi deyman. Lushinning hamma nimalarni tarjim qilgan deyman men. Lushin yozmasida xalq inqilobchilarni hukumatga oshkorlashning asos sababi, nurg'un xalqlar inqilobchilarni Xitoy mana deb oshkorlab qo'ydi-ku, shu oshkor sababi pul xajlamay odamning qinini ichish orqali ozroq bo'lsa-mu oziqliq moddalar bilan o'zini to'liqlash. Kim shu odam inqilobchiga deb hukumatga olib qo'ysa, hukumat uning kallasini olganda uning mo'misiga qonni chilab beradi. Chunki cho'shqa, qo'y, to'g'ri, o'daklarning qinini ichishga pul xajlash to'g'ri keladi, ham odamning qinidek oziqliq bo'lmaydi deb tasvirlagan. Rasm 19 ga akiling. Rasm 19. Ha, mushu.
Mana rasm aşu Dora degan kitobida borda, Lushinning yozg'ini. Mellayasını tərcüməsə, o adam yoğun bir qolunu aldığa yiyip, bir qolida bir qıpqızıl momani sıkıp turatdı. O momadagi qizil qon texi tamça eqib turatdı. Lushinniki aş kelib, iliq adam momuchilab mushta chiqqan nonning qo'ldan tamça eqib turatdı. Çin sulala davrida odamning kallasini ko'ktat bozorda chopatgan. Chunki ko'ktat bozorda odam ko'p bo'lib, jinoyatchining kallasi uzilgan zaman odamlar uning qinni ziyon qilmay momga surkab yeydi. 1898 ayning 20 kuni Çin sulalani og'dirmoqchi bo'lgan Tang Si Tungni chambarchas bog'lab o'ltirish maydoniga apargan ahvolni Xitoy kitoblarida mundaq yozgan. Mani ma'lumotlar 2027-24-yili bir to'rda e'lon qilgandan oldim jumonglar mana ashad Xitoy to'rida men tarjima qilyaptim. Mellayasini tarjimasi. Ko'rmanlar qo'lida moma tutib, bo'ynalarini uzartib maydonga qistilib kiradi. Kallasi ilinib, qini oqqan zaman top bo'lib intilib berib, uning terisini so'yib, ustxonlarini shilib, momani qonga liqchilab, tulib taşqan qizg'inlik bilan shilib olgan badan parchalarini uyga akitib, quritib, ezib, haraqqa chilab, kuniga 3 qitimdan ichib ozuqlanadi. Biz oldingi ikkinchisida, birinchisida hayot qilish uchun odam go'shti yeyishni, ikkinchisida davolanish uchun odam go'shti yeyishni so'zdik. Bugungi 3-qismda odam go'shtini yaxshi ko'rib yoki odat bo'lib qilib yeyish to'g'risida to'xtaymiz. Xitoycha Shida Shinshirin deydi. Bu tipdagi odam yeyish bir xil Xitoy madaniyatida avloddan avlodga davom qilib kelayotgan örf odat. Bu bo'lsa Uyg'urlarning aqli yetmaydigan va xiyoliga keltirolmaydigan bir xil madaniyat. Bu xildagi odam go'shti yeyish bundaq mazmunlarni ichiga oladi. Birinchi, dushmanni qo'rqitish, irodni vayron qilish va taqdir silish uchun qo'lga tushgan dushman asirlarining go'shtini yeyish. Ashlarning oldida go'sht yeydi. Ikkinchi, dushmanni yengib g'alaba qozongandan keyin hayajonlangan hissiyotni ifodalash va intiqom o'ch olgan xushal shodligini bildirish uchun dushman asirlarining go'shtini yeydi. Uchinchi, Xudosiga qurbonlik qilib farza ado qilish diniy majburiyati uchun urushda va boshqa bulang-talangda qo'lga tushgan asirlarning go'shtini yeyish. To'rtinchi, boturlarning go'shtini yeyish orqali shu boturning jasoratini o'zining ro'yiga qo'ndirish uchun shu boturlarning go'shtini yeyish. Beshinchi, o'zining odam go'shtiga bo'lgan xumarni chiqarish uchun odam go'shti yeyish. Oltinchi, bir odamga bo'lgan hurmatini bildirish uchun yoki ma'lum odamlarni ulug'lash uchun ularning go'shtini yeyish. Yeydi, shu Tangsingning go'shtini yeymizda butun yoqqa nima qilib ketadi-ku, shunga o'xshashda. Tangsingning go'shtini yeymiz. Xitoyning hozirmi Xitoylarda nurg'un Xitoylar qorong'u oshxonalar bor-ku, qora oshxona deydi. Shularda odam go'shtini sotadi deb Xitoy to'rlari yozadi. Xitoyning Han suloli yana milladiydan ilgari 2002-yildan 2020-yilgacha bo'lgan davrda Xitoy nüfusi 50 milyon bor ekan. Lekin 3 davlat davrida sango yeyilsa, hammamiz bilamiz-ku, to'g'rimi? Liu Bangsosa degani. 3 podshoh. 3 podshohlik davrida 3 davlat davrida 3 podshohlik davriga 100 yil. O 100 yildan keyin nüfusi 10 milyonga tushib qolgan. Hozir 1,5 milyar shu 10 milyondan tushib qolganda, bu odamlarning ko'p qismi yemak-ichmak bo'lib yo'qolgan. Xitoy tarixida 3 davlat
3 padişahlık devri ayaklaşıp birlik kandanlığı kurulgan devrini Xi Jinping deymiz. Oyla siz mi o Sengo yayını ançımınç köge ona Sımayi bağı Sımayi degan şu eng ahir hemmesi birleştirildi. Xi Jinping dep ataydı. Bu devirde General Zhang Fang isyan kötürüp padişah bilen kinizeklerini kolga ilip Chang'an şehirge karap manganda askerlerinin uzuk tülüge tügep ketkende esirge algan 10 mingden köp kinizek, çöre, ayal malaylarının güçlerini kala koyunun güçlerine arlaştırıp bergen. Xitay tarihi zor əsri hakimiyetini qandaq başquruşda bu toğırlıq mundaq yazgan. Rəsm 21-ge ekilini. Burun Xitaylar əsirlərini bir devletim yalmanganda şu devletki ayal uşacak balla əsirlərini billi ipmanıdı. Çünkü yolda ozuq kılıdı onlarında. Yemegendiki onun kancık bulsa şulan ilk mağdı, ilk mağanda yolda askerlerge olan tamak mağdı. Her gün neçe yılda öldürüp, onu bir xil üzünü yemek toluqlaqның uşi. Mana may rəsmcigi mana qarsanlar, ma Zıcır Tongjianda yazılgan hakimiyetini qanda başquruşda. Askerlerinin ozuq tülüge tügep ketkende əsirge algan 10 mingden köp kinizek, çöre, ayal, malaylarının güçlerini kala koyunun güçlerine arlaştırıp bergen. Hemmisi Xitay materialini çıkarıvatıdı. Bunu Xitay tarixida armiyada yeydigan narsa qalmaganda Adem güçini kala güçge arlaştırıp yiyen dep yazıldı. Xitayçılık Junzhong Fashi Sharen Za Newma Ru Shizhi dep ataydı. Buningdan keyingi Janubiy Şimal sulalasi davrida Adem güçü yiyish odatdagi tamoqqa aylanib, bu to'g'riliq yozilgan misollarni sanab tugatgani bo'lmaydi. Jinsiy talabni qondirish uchun odam go'shtini yeyish misollar Xitoy tarixiy yozmalarda uchirtib turg'ini bo'ladi. Nurg'un Xitoy Xitoylarda erlar odamning go'shtini yeyish orqali jinsiy havasini uyg'otadi ekan. Xuddi bir shishmoq bo'lsa, avval odam go'shtini yeb, xudo adayliq nurg'un erlar Viagra yegandek, bunga o'xshash odam go'shtini yeydi ekanda, odam go'shtini yeb, andin jinsini havasini uyg'otadi ekan. Xitoy yozmalarida Xitoy yozmalari bu gap, bir ayolga bo'lgan muhabbatini ifodalashning eng yaxshi usuli bo'lsa, uni yevitish degan jumlalarni topqini bo'ladi. Xitoy tarixi 618 dan 907 yilgacha bo'lgan orliqni Tang Song davri deb ataydi. Bu davrda yozilgan Jili bilan manda To'xoning quvurg'a haqida degan kitobda mundaq yozma bor. Rasm 22ga qilingan. Mana. Qeri ve uruq erinin güçünü yemek tez. Aval kazanda dümlep yumuştiş kerek. Kiçik kızlarının güçü yumuşak ve yağlık. Kiçik kızlarının güçünü yiysen koy güçünü yigin kelmeydi. Kiçik oğullarının güçü bek yumuşak. Birden kaynatsan ustkallarımı eğirip gitidi. Ademler balılarını 2 putluk koy dep ataydı. Adam güçünü tasvirləşdirməni anıqlaysan. Xitaylarning Yuan sulala davrinin ahiri, Min sulala davrinin başlanışında yaşayan danlıq Xitay tarixi yazğıcı Tao Zongyi Min sulalani tiklep çıkan Zhu Yuanzhang, Min sulalani Mongollarni ağdırıp Mongollarda hukukni ağa adam Zhu Yuanzhangning askerlerinin askerlerinin odam yeyish ahvolini mundaq tasvirlab yozgan. Rasm 23ga ekilgan. Mana rasm. Askerler odamlarni ochliq qilib yegan. Oldi bilan kichik bolalarni, andin ayollarni, oxiri erlarni yegan. Hamda odam yeyish usulini mundaq yozganmış kitobda buni tasvirlayman. Çoğun odam yeyish usulini mundaq yozgan. Çoğun tuğunun içige qaçılab, sırtıdan ot yıqib pishargan. Yoki tömürge isib tirik kavab qilgan.
yoki put qo'lini bog'lab qaynoq suvda yumshatib andin supurgida bir qat terisini supurib ilib etib muskulini qo'rib yegan yoki odamni tog'orning ichiga solab cho'ng qozonda tirik qaynatib pishargan yoki tuzliq suvning ichiga besib yumshatgan yoki erlarning ikki putini parchalab va ayollarning ikki ko'ksini uyib olgan shu askarlar butun askar u bir normalda juyanjani yegan ahvollarni bunda yuz minglab yerda tasvirlab yozgan bu yozmalarni o'qisa odamda bir xil qo'rqish titrak kirib chiqadi man shu o'qisam nima qilamanda xitoyning Mingji Beylue degan tarixiy kitobida 1646 yili Li Zichengni bilsizlar askarlarni boshlab Luyang shahriga bostirib kirganda odam go'shi yegan voqeani mundoq yozgan rasm 24 ga qilingan mana rasm 24 ana tarjimasini o'qiyapman men Mavlan Yasin tarjimasi shu shaharning 180 kilo keladigan hokimi Zhu Changxunni o'ltirib uning go'shini bug'oning go'shi bilan birga pishirib qo'l ostidagilarga ziyofat qilib bergan Liu Ziqing degan generalning naq maydonda bir mahbusni o'ltirib jigarini ilib yeb ming'isining qitig'ini ishitgan misollarni yozgan bu kitobda shunda tafsili yozildi bu kitobda 1629 yili Yuan Chonghuan degan generalni o'ltirganda u generalni sen shu bizning Xitoylarga xoinlik qilding deb bu generalni o'ltirganda xalqning bu generalning go'shini talishib yegan ahvolni mandoq yozgan bu kitobning 5-tomida rasm 25 ga qilingan mana buni Yuan Chonghuanning tinini terik olqandek kichik kesib o'ltirgan xalq uning tinidan kesib olgan har bir parcha go'shtni bulab ilib xom yegan jallod uning bir parcha go'shtni kesib ilib lapildatsa xalq uni pulga setib ilib yegan uning qonini yerib ushchini va oshqozonni yulib chiqargan zaman xalq bulab ketgan uning chiyqirgan ovozi xeyli uzungacha to'xtamagan uni g'aroqqa qo'shib yeganlarning tish orasidan uning go'shidan chiqqan qonlar eqib turadi uning ustixonlarini so'qib ugab ichiyotgan faqat birla beshi qolgan mana birdan o'qib olinglar 5 minut bir minut mana o'qib olinglar men bir suv ichib olay Xitoy tarixini yozgan ikki cho'ng kitoblar yuqorida so'zladim. Uning birisi hokimiyatni qandoq boshqarish Zhi Tongjian degan kitobning bu gapning ma'nosi Jianyu Wangshi Ziyu Zhidao degan gap. Tarixdagi foyda ziyonni ibrat qilib hukmronlikni kuchaytirish degan gap bu gapning ma'nosi. Mush kitobni Mavzudong 17 qitim o'qibdi. Jankash Arang 1 qitim o'qibdi. Mavzudongning Jankashni yengib olgan yeri mush kitobni 17 qitim o'qigan deydi. Chunki bu Xitoyning hiyla, mekr va butun nimasini shunchalik tarixini to'liq yozgan kitob. Bu kitobda odam go'shi yegan xotira noyit ko'p. Bu kitobda mundoq yozma bor. Rasm 26 ga keldingiz. 26 ga keling. Mana shunda 947 yili general Zhang Yanzini o'ltirganda uning qo'lining beg'ishini kesib ilib va qonini ichib yurgini uyib bu generalning qo'lida o'lganlarning nazarini qilgan. Xalqlar baslashib uning beshini yerib ming'isining qitig'ini uyib olgan. Uning go'shini kesib pishirib yegan. Mushu kitobda yana bu kitobning
Bu kitapda 948'den 949 yıldaki Hohan Gaozu Kinki Han davri degan xonadonlikdagi Zhao Shiwen degan generalning odam yeydigan otni mundaq yozgan. Rasm 27 akilga. Ha mana. Zhao Shiwen odamning jigirini yeganni yaxshi ko'radi. Bulubmu odamning o'tini haraq bilan yeganni noiti yaxshi ko'radi. O 66 odamning jigar o'tini yegan. O odam texi o'lib bo'lguncha jigarni ilib qiyma go'sht qilib yeyatadi. O odamlarga 1000 odamning jigirini yesang hech qanday dushmandan qo'rqmaydigan jur'at, g'ayratga to'lib tashlan deb so'zladi. Chang'an shahrida ochliq tugab ketganda ayol va bolalardan har kuni necha yuzni o'ltirib askarlarga tamoq qilib bergan. Askarlarini mukofotlaganda necha yuz odamni xuddi qo'yni bo'g'izlagandek o'ltirib tamoq etib beradi. Tang sulolalarning oxirlarida yana 755dan 763 yillargacha oralıqda An bilan Shi degan ikki general ilib bargan qo'zg'olonni Xitoy tarixida Anshi qo'zg'oloni deb ataydi. Bu qo'zg'olonchilardan shaharni qo'g'digan general Zhang Shu shaharda ochliq qolmaganda askarlariga odamlarni o'ltirib ochliq qilib bergan voqeani Xitoy tarixi kitob Tang xonadonligi to'g'ridagi yangi kitob Shin Tangshu degan asarning 4-tomida mundaq yozgan. Bu Shin Tangshu deganni yaqin yozgan kitob jumi bu. Mana rasm mana Zhang Shuning askarlarining ko'p soni ochliqda o'ladi. Ölmegenlerimi acizleşip öler halatga yetip kalıdı. Zhang Shu askerlerine qarab, sizler tamamen aç kalsanlarmı, bana bulgan sadıklıkınlar özgermedi. Ben özümün güçünü kesip sizlerge berelmeymen. Lekin yaxşı kördüğün kiçik xotunumni sizlerden aysam qandaq buludu. Bu gapni dep bulup kiçik xotunni öldürüp askarlarga bölüp berdiken ve askarlarının kiçik xotunning go'shtini yeyishni buyruq qilib tushirdikan. Yana o'zining quli, kenizaklari, jangga yaramaydigan ayol va qeri ojizlarni o'ltirib askarlarga berdikan. Oxiri bu shaharga 30 ming odamdan oxiri arang 400 odam qoldi. Xitoy kitoblarda mesela mana Yimingzhi Sibai Ari degan mana yozganda bundaq odamning go'shtini askarlarning o'ziga qilish Xitoy tarixida bir normal ahvol. Xitoyning tarixidagi 350 dan 394 oralıqni oldingi Chen deb ataydi. Jin va g'alita hikoyalari Liao Ziji degan kitob bor. Bu kitobda Jin va olvosli g'alita ashundalarni yozadi. Ben bu kitobni yaxshi ko'rman, jiq o'qigan bu kitobni. Jin va g'alita hikoyalari Liao Ziji degan kitobda bu davrni tasvirlab yozgan mundaq yozma bor. Rasm 29ga kelib qo'ying. Qingning podshosi Fuding askarlarini boshlab Chang degan qabilaga hujum qilganda har bir urushdan keyin urushda o'lgan Chang qabilasining askarlarining jasadini yaviti ekan. Her bir jang qilish oldida jangchilarni ilhomlantirib shundoq deydigan. Bu jangdan keyin hammanglar qo'sovinglar to'ygacha go'sht yeysizlar, och qolamiz deb ansirmanglar. Şunun bilan bu podshoning askarlari har bir jangdan keyin odam go'shti bilan qo'shiqni to'ydiradi ekan. O'lgan olarning jasadlarini akiliblar, hamma so'yib askarni yavitadi ekan bular. Hakimiyetni qandaq boshqarish ilaqi 123-tomida mundaq odamni qo'rqitib, qor tar chiqarib yetadigan voqealarni yozgan. Yozganda buning xitoychisi yo'q. O rasm 30 ga kelgan.
Tövendiki o demek, tövendikisi. Juchuen şehirde açlık tügep 10 mingdan artık adam açlıkta ölgen. General Juchuen Tianzhu Xitaylarda 4 2 xatlik familiyalar var. Ular nurgun biz assallık millet, Xitaylar assallık milletlerden kelgen deydi. Aşlar gayları bizning Uyg'urlardan aşındaq kelgenmiş. Xitaylarning familiyasının nurgun familiyasi biz Uyg'ur, Mo'ngollardan kelgen. Onu anlaq qiziqadigan bo'lsa bir kun so'zlab beray. Juchu Tianzhu xotunni o'ltirib jangchilarga tamoq qilib bergan. Buningdan tasvirlangan jangchilar bas-basda o'zlarining xotinlarini o'ltirib askarlarga tamoq qilishga bergan. Hammasi o'zingning xotinni askarlarga tamoq qilib berversan, nimani qo'g'daysan, nimani urush qilyapsan. Biz oldida 3 ni so'zladik. Birinchisi hayot qilish uchun odam go'shi yeyish. Ikkinchisi davolanish uchun odam go'shi yeyish. Uchinchisi odam go'shini ikkinchisi odam davolanish uchun odam go'shi yeyish. Uchinchisi odam go'shini yaxshi ko'rib yoki odat bo'lib qilib yeyish. Bugun so'zmakning oxirisi to'rtinchisi uch ilish uchun odam yeydigan ishlar nihoyat ko'p. 557-yili Hu Jing degan general podshohga qarshi qo'zg'olon qilib mag'lub bo'lganda podshoh uni tutib olib, uning ayolining go'shini xalqqa bo'lib yegizib etgan. Ularning sunikini kuydirib, kul qilib, g'araqqa aralashtirib xalqqa ichkizib etgan. 3 ilishning to'g'ri bo'ladi. 1901-yili yozilgan Kona Tang sulolasi kitobi Xitoycha Jiu Tangshu degan kitobda mundaq bir voqea bor. Rasm 31 ga ekan. 878-yili Dehqon qo'zg'olonchilarning boshlig'i Huang Chaoning bir generalni amaldorlar tutib ketganligini anglab, askarlarini boshlab shaharga hujum qildi ekan. Qo'lga tushgan askarlarni bir chetdan yeyishga boshlaydi ekan. Keyin tugmandan birini yasab, tirik odamni tosh Uyg'ur ichiga yotqizib, endi yanjib va ugab, sumak va go'shtni tang yeydi ekan. Bunun orqali ruhiy qanoatlikka erishdi ekan. Xitoyning ayol podshosi Wu Zetianning eng yaqin maslahatchisi Zhang Yizhi bilan Zhang Changzong degan aka-uka ikkisini xalq yavatgan ahvolni Chao Ye Qianzai degan kitobda mundaq yozgan. Rasm 32 ga kelgan. Mana shunda. Xalqlar ularning go'shini kesganda, ularning go'shining xuddi cho'shqining go'shidek oq semiz ekanligidan xo'shal bo'lgan. Shuning bilan xalq bu akka-uka ikkisining go'shlarini qaynatib, qoqlab yegan. Xitoyning bahor kuz davridagi mutafakkur Xanfeizi Yarbing degan Xanfeizining Yarbing degan mukofot bilan jazolash to'g'riliq yozgan kitobida mundaq yozma bor. Rasm 33 ga kelgan. Podshoh Qinghuan o'zining oshpizi Yiyiga men zodi buvoqning go'shini yeb boqmagan desa, oshpizi Yiyi o'zining o'g'lini o'ltirib, uning beshini dumlab pishirib akirib berdi. Podshoh kelib buni oshpiziga, "Voy, men zot kichik bolaning go'shtini yeb boqmabman" desa, u jugurab kirib bolasini o'ltirib, beshini pishirib akirib berdi. Bu vahshiylikni ko'ring. Podshoh buvoqning go'shtini yegim bor desa, oshpaz podshohga yaxshilik bo'laman, yaxshi choq bo'laman deb o'zining o'g'lini o'ltirib, beshini pishirib akirib berdi. Keyin bu podshoh ig'ir og'rib qolganda, bu oshpaz podshohni ochliqda o'ltirib, jasadni 3 kun ko'rmay, jasadi qurtlab ketadi ekan. Bularning bir-biriga qilgan vahshiylikini odam qarashga ko'zi bormaydi. Anglashga quliqi chidamaydi. O'ylashga aqli yetmaydi. İnsanchilikdan misol topolmaydi. Bu odamni qo'rqitib, choshlarini tik turg'izib yetadigan, tinini
juğultitip titrekke basquzadigan, ixtiyorsiz saskinish paydo qiladigan suratlar, odam o'ylagan zamon yondirib oshqozni ta'tir o'riladigan, bir qitim ishlaga olsa bir yil qor bosadigan ko'rinishlar bo'lsa, o'zlari tarixda yezib qoldirgan amaliyotlar. Butunlar o'zlari yozgan, men hozirgacha ko'rdinglar, men boshqa hech narsa olmadim. Butun Xitoy tarix bat-batlari bilan sepib qo'yyapman bu yerga. Tang sulala davrida yana 618dan 907-yillardagi yozuvchi Zhang Zhou ko'rgan, anglagan xotira degan kitobda Zhuge'an degan bir boy yana bir boy mehmonga ko'z-ko'z qilib bergan ziyofatga mundaq xotira qoldirgan. Rasm 34 kelinglar. Mana rasm 34da bir boy yonib bir boyga o'zining po'chiligini ko'staman deb xotinni o'ltirib akirib bergan tomoqni bu mandaq yozildi. Zhuge'an o'zining kichik xotinni pishirib ustalga qo'ydi ekan. Bu xotini kumush tovoqda yuziga upa anglik surkab, chiroyli kiyim kiyib, xuddi tirikda ko'rinadi. Amaliyotda allaqachon pishib bo'lgan. Zhuge'an bu pishgan kichik xotinning yutisidan bir parcha go'shtni kesib ilib, og'inisiga berib, o'zi ko'ksi orlig'idagi semiz go'shtni kesib yeydi. Kitaplarda. Xotini aning bas po'chilik mana men debla basba ko'z qilman deb xotini o'ltmanda akirib bergan. Bir necha yildan keyin bu Zhuge'an deganni qaroqchilar tutib olib, yog'och turikka bog'lab qo'yib, go'shtni kesib, kavob qilib, aroq bilan yeydi ekan. Xitoy madaniyatida o'zi odam yegan va o'zini boshqalar yeyotgan bir normal ahvol. Tang sulala davrida general Liu Guanhui Uyg'urcha yozib olsam o'qilmay ketibman. O'zining o'g'li isyon ko'tarib, o'zini og'dirib yetadiganligini bilib, qilib o'g'ilni o'ldirib yeydi ekan. Xitoy tarixida 581dan 690 yilgacha oralikni Song sulola deb ataydi. Bu davrda Qing davlatining podshosi Wang Ban degan bir generalning dadisini o'ldirib ekan. O podsho Wang Ban degan generalning dadisini o'ldirib ekan. Bu qissosni elish uchun Wang Ban Sui xonadonligining armiyasiga qatnashib, Qing davlatini vayron qildi ekan. Andan bu dadisini o'ldirgan Qing davlatining podshosining jasadini go'rdan kovlab chiqib, kuydirib, suvga aralashtirib ichib ekan. 2005-yili yozilgan, 2005-yili nashr qilgan Xitoyning ilgirki davrdagi shaxsiylar tarjimoli Zhongguo Li Dai Renwu Zhuanji deydi degan kitobda mundaq voqeani yozgan. Rasm 35ga ekilgan. Han sulolani tikilgan Liu Bang degan hozir Xitoylar o'zini Hanzu degan mishadan kelgan. Han sulolasi bu Liu Bang huquqni olganki o'zini Han Chao degan hozir Han deydi. Va nurg'un Xitoylar boya shaharlarni masalan Tangrinja deydi. U Handan burunqini Tang sulolasi deydi emasmi? Shuning uchun men Xitoylar biz Tangning odami, Hanning odami emas deb o'zini Tangrinja deb olgan yeri shu. Han sulolasini tikilgan Liu Bang asirga tushgan Qing sulolasining harbiy va siyosiy generali Peng Yuning go'shtini qiyma qilib, qo'l ostidagi amaldorlarga yeyishni buyruq qildi ekan va Peng Yuning 3 avlodining birini qo'ymay o'ldirib yedi ekan. Peng Yuning beshini oldi bilan Liuyang shahar darvosiga esib qo'ydi ekan. Arqadan uning jasadini go'sht qiyomi qilib parchalab amaldorlarga yegizib ekan. Amaldorlar yemayman desang podsho aytgan ye deysan, yeysan-da. Han sulola davridagi podsholarning biri bo'lgan Wang Mangni og'dirib tashlagan qo'zg'olonchilarmi bu Wang Mangning go'shtini chaynab qiyma qiladi ekan.
Xan sulalarning oxiridagi davrlardagi eng chong amaldor bo'lgan Shango Dongzhu. Siz iliqi Sango Yenyi degan kinoni ko'rganmi, televizorni ko'rganmi, ko'rmaganmi? Ashuni ko'rsang eng beshida soqol sat birini chiqadi, ashu Dongzhu degan. eng beshta aşı hamma huquqni ep turgan. Eng amaldor bo'lgan Dongzhu xonadonlik o'rnida hamma amaldorlarni odam go'shtini yeyishni buyruq qilgan. Hamma pishirib, hamma amaldorni kunda kirsa odam go'shti yeyishadi. Lekin bu Dongzhuni og'dirib, o'ligini bu Dongzhuni o'ltirib yetadi. Bu Dongzhuni og'dirib, o'ligini talaga tashlab qo'ysa, xalq buni noiti similgan deb go'shtni kesib yeyadi. Gördünmü? Ya yeysiz, ya yeyilsiz. Xitay tarixida 960dan 1127 yilini Beysong davri deb ataydi. Bu davrni xotira qoldirgan Song tarixi Songshi degan kitobning 9-bobida general Wang Yanning odam go'shti yeydigan ahvolni mundaq tasvirlagan. 36-ga kelgan rasm. Xitaylarning Beysong davridagi general Wang Yan har bir qitim g'alaba qozongandan keyin ziyofat berishga buyruq tushiradigan. Asirga tushgan dushmanlarni bog'lab qo'yib, qo'li bilan quliqini yitib ilib, og'ziga silib chaynab yetdigan. Asirlar butun yuzi qonga bo'yilib, og'riqqa chidamay oqsar qilsimi kari bo'lmay mehmonlar bilan ichilib, yeyilib, so'zlashib o'tiraveradigan. Mushu xil usul bilan necha yuz asirlarning qulig'ini yegan ekan. Bu quloq yeydigan qamroq ekan. Xitoy she'rlarida odam go'shti yeyish to'g'riliq yozgan she'rlarmi oz emas. Xitoyning 1127dan 1279 yilgacha bo'lgan Nansung Sulalistiki Xitoy milliy qahramon Yuefini Uyg'urlar bildi. Yozgan she'ri bor Yuefining, yozgan she'rlarda mundaq misollar bor. Mundaq she'rlarda mundaq misollar bor-da. Zhuangzhi, Jisan, Hulu Ru, Fu, Xiaotan, Keyin, Shungnu Shu. Urushda qonim otsa xunning go'shtini yeyman. Bexuzar so'zlab pussab ketsam, Shungnuning qinni ichman. Bu she'rni Xitoyning hammasi degidek yodlaydi. Bu yerga xun, Shungnu deganlar shu biz Uyg'urlar. Biz Uyg'ur, biz Shungnu degan biz Uyg'urlar. Shu she'rni, bu she'rning bu misralarga bugun kundimi Xitoylar nihoyatda zo'r baho berdi. Xitoyning qadimki she'r adabiyot to'rida Xitoycha kirsanglar Gushi, Wang degan bor. Bu she'rda buningga mundaq baho bergan. Bu bir, mana tarjima qilyapman, Mavloyas tarjimasi. Bu bir mardonilik she'r. Bu jumla qahramonlik puruqiga ega bosh qahramonning obrazini yaratgan. Xitoyning vatanparvarlik qalbini ilhomlantirgan. Xitoyning o'rta maktab kitoblarida bu she'rga mushtaq baho berdi. Endi Xitoy tarixida rasm 39ga keling. Aslida qisqa birisi bor. Yo'q, bu emas. Qizi 39 bu emas. Onun aslida bo'lsa, buning aslida 38, 39. 39ga keling. Mana. Xitoy yozmada bu gap nay to'liq uchidi. Dochan, Renru, Shongyanchi deganda odamning go'shtini ko'p yesang, ikki ko'zing qizdirdi degan bu Xitoy she'rlarida noyit ko'p. Bu yerga Shung, Hu, Shung deganlar shu biz Uyg'urlar. Shu davrda Xitoyning eng chong orzusi Uyg'urning go'shtini yeb, qinni ichish ekan. Xitoyning Sangoyen 3 davlat qissa degan tarixiy romanning 19-bobida. Bu romanni men necha qatim o'qib ketgan, yodidagidek menga. Romanning 19-bobida Liu Bei, uningda eng chong bir necha qahramonlar bor, to'g'rimi? Podshoh Cao Cao, Liu Bei, Song Quan. Bu kitobning asosi Sima Yi, Zhuge Liang ashlar bor. Eng bosh qahramonlari.
Bu kitapның 19 babida Liu Bei urushda mag'lub bo'lib, qechib bir Liu An degan ovchining uyiga qo'ng'ini borganda, bu ovchi Liu Beiga yaxshichoq bo'laman deb o'zining xotinini o'ltirib Liu Beiga tamoq etib berdi ekan. Keyin Liu Bei bu voqeani Savsavga so'zlab berganda, Savsav buni anglab ko'zidan yosh eqib, puhra degan mushundoq bo'lish kerak deb bu xotinni o'ltirgan Liu Anni oltin bilan mukofotlaydi. Bular bir ayolning o'ltirilib tamoq bo'lganiga hech qanday yuragi og'rib va ichinib yesdoshlik qilmay, Liu Anning qilmishini vijdonliq deb maqtaydi. Bu yerda asli ayblashga tegishli odam xotinni o'ltirgan Liu An bilan bu go'shtni yegan Liu Bei idi. Lekin Xitoy tarixida bu ayol bilan hech kimning kori yo'q. Hammasi Liu Anning sadoqat manligini maqtaydi. O'ylab beqinglar, bir ayol o'zi kunda yetib qo'piyotgan va kutayotgan eri pichoqni o'ziga solgan vaqtida qanchalik ko'ngli buzilib va dong ketib qolgandi. Qo'rqishga to'lib toshgan bu ayolning ko'zidan qanchalik yordamsiz va amalsizlikni ko'rgani bo'ladi. Şunun o'ylab beqinglar. Mushta hozir turmada qanchalik qizlarimiz, ayollarimiz, kichik bolalarimiz o'lib ketib bordi. Ashla o'lish oldida qanchalik opalarni, ayollarni, erlarni, bu mo'minlarni o'ylaydiganda ashla o'lish oldida. Ashlan tasvirlalamdi. Ashla qanchalik ichinarlar, qanchalik odam shedi. Yolburayotgan ayolga pichoq urish uchun tarixda avlodma-avlod tarbiyalangan va odamiylikdan tamoman ayrilib qolgan yurak bo'lishi kerak. Mushu kitobda Savsavning askari Aching degan shahar ichida qo'rshovda qilib, ochliq tugab ketganda shahardagi xalqni o'ltirib, go'shtini quritib, ochliq qilib jangchilarga berib ekan. Kitap o'qisanglar, kitaplarda Xitoyning tarix kitoblarini o'qisanglar, hamma tash odam yeganlar bek to'la. Xitoyning suv bo'yida Shuyxu, buni Uyg'urlar tanishdi, to'g'rimi? Sizmi buni kinolarini ko'rishingiz, bundan xabaringiz bor deb o'ylayman. Xitoyning suv bo'yida degan kitobining 41-bobida Li Kuining pichoq bilan Huang Weibingni, ya'ni bir odamni tirik so'yib yegan jarayonni mundaq tasvirlaydi. 40-rasmga qiling. Li Kui'ni bilsizlarga o'ygasini anglagango deyman. Shuyxuning. Li Kui shu qahramonlik yo'q ikki pal tutib oldigini. O ayniq odam o'ltirganja avval xanjar bilan uning putining go'shini kesishdan boshlaydi. Kesgan go'shni o'tqa qoqlab, g'araq bilan yeyishga boshlaydi. 40-rasm sal tuvan tushasiz. Aşağı tepedeki, aşağı iki resim bir yerge yaxşı. Avval xanjar bilan uning putining go'shtini kesishdan boshlaydi. Kesgan go'shtni o'tqa qoqlab, g'araq bilan yeyishga boshlaydi. Bir parchani kessa, bir parchani qoqlab yeydi. Uzun o'tmay uning go'shtini kesib bo'ladi. Andin xanjar bilan maytini yerib, yurak jigarlarini sug'urib chiqarib, mastilikni yoshidigan sho'rpa qilib ichidi. Li Kui, bu Li Kui bo'lsa Xitoylarning tarixidagi eng suyundigan qahramonning birisi. Suv bo'yida 108 qahramonning biri bo'lgan, 108 qahramon bor Xitoylarning da Yibay Lingpa Tiao Haohan deydi. 128 ta qahramonning biri Mamayat qahramon deb turdi, boshqa Xitoyning tarjimasi bo'yicha. Suv bo'yidagi 108 qahramonning biri bo'lgan ayol qahramon Sun Arnyang, onun da ikki ayan qahramon var birisi. Sun Arnyang odam go'shti bilan manta etadigan oshxonasi bor. Bu kitobning 26-bobida bu oshxonaning odam go'shti bilan manta yasaydigan ahvolni mundaq yozgan. Tuandagi 20 rasm 41 rasm 41 men tarjima o'qiyotmansa, oshxonamizga kelgan mehmonlarga ko'zimiz tushib qolsa, behush
qiladigan dorini ichkizib, uni o'ltirib, cho'ng parcha yaxshi go'shtlar bilan seriq osh qilib sotamiz. Uşaq go'shtlarda manta yasaymiz. Bu mantalarni bozorlarga apirib sotamiz. Bu qandaq ayol deyimni? Xitoyning ayollarimi vijdonsizlikda erlardan qilishmaydi. Mushu babda yana mundaq yozgan. Mushu babda Zhangqing deganmi 108 qahramonning birisi, mushu Songarniang deganning yo'ldoshi. Zhangqing Wusungni bilmasqa, Wusung Xitoyning ekan. Wusungni odam go'shi zavodga boshlab borganda, tomda bir necha parcha odamning terisi isig'liq turadi. Limda 5-7 odamning puti sangilab turadi. Ikki erkak o'rindiqda tik turib odamning terisini silyotadi. Mushu kitobning ichidagi gapchimi? Bu kitobning ichidagi mana suv bo'yidagi kitobning mana suv bo'yidagi kitobning 26-bobiga kirsanglar mushuni o'qiysiz. Bu suv bo'yidagi kitobni uyg'urchaga tarjima qilgan-ku. Endi hozirgi zaman kelayli, rasm 43 ga ekiling. Mana 43. Mana hozir zamonga nazar solsak, YouTube'ga kirib mana xatni ursanglar, Wengge, Guangxi, Wuxuanxian, Hongweibing Chiren Aşı degan ulanishda Guangxi o'lkasidagi Wuxuan degan noyada madaniyat inqilobida 130 odam yegan ahvolni va bir ayolning erlarning jinsiy a'zosini yeb donqi chiqib partiyaga kirib va noyaning muavin boshliq bo'lgan voqeasini yozdi. Ashuni YouTube kirib uringlar chiqadi. Google'ga kirib yana rasm 44 ga kelgan tuvandagi rasm 44. Mana Google'ga kirib Guangxi madaniyat inqilobidagi odam yegan, odam o'ltirgan voqea degan ulanishga kirsanglar, madaniyat inqilobida odam yuragini tilib, jigirini uyib va go'shtni kesib yegan ahvolni mundaq yozgan. 1968-yil 6-oy 18-kuni Wuxuan o'rta maktabdagi 5 o'qituvchini 10 necha o'quvchilar kurash qilib, Wu o'qituvchini kaltak bilan urib o'ltirib atgan. Endi bu o'qituvchining qonni yerib, jigirini uzib ilib, qo'rib va kavob qilib 17 odam tang yegan. Tongling o'rta maktabning mudiri Huang Jiafengni kaltak bilan urib o'ltirib, qonni yerib, jigirini uzib ilib, ustixonga pichoq takkicha go'shtni shilib ilib, maktabning oshxonasida kavob qilib yegan. Yillarda odam go'shti bilan cho'chqa go'shtni aralashtirib pishirib, har bir odam yegan. Wuxuan noyisida odamning go'shti, yuragi, bo'riki, beli, jayniki, put singri qatorliqlarda har xil yemakliklarni yasagan ziyofat berilib, aroq ichilib, shodlikqa cho'mib ketgan. Rasm 45 ga keling. Mana bu 50-yildagi odam go'shtini kesib pishirib yegan degan narsa. Mushni Google kirib mush xatni ursanglar, mushi chiqadi. Mana chiqadi. Men bundan tarjimasini o'qib beray, Mevlon Yasin tarjimasi. Kundalik turmushimiz gangrashda o'tgan. Odamni qaynitib pishirib yedik. Odamning go'shtini kesib suvda qaynitib pishirib yedik. Hech nimani o'ylamatdik. Hech nimadan qo'rqmatdik. Balalarni, o'zimizning balalarini yedik. Boshqa yerlardan bizning yeziga qechib kelganlarni o'ltirib yedik. O'zining balalarini yeganlar ishib odamga o'xshamay qoldi. Rasm 46 ga keling. 46 sal tushun. Mana Google'ga kirib, yuqori qip-qizil xatni ursanglar,
ulanish kirsanglar mushu bada buni men tarjima qilib bo'ldim. Yana Mamman Yassin tarjimasi. Bu iliq ocharchilikdagi odamni yegan xotira degan. Yaşanğan ayol Liu Wenshu uydagi 7 odam o'lib bo'lgandan keyin 3 yoshli qizi Ma Fahuining jasadini ko'lab chiqib, bu kichik qizning go'shtini kesib, lozi bilan aralashtirib, dumlab pishirib yegan. Bu ulanishda yana Sichuandagi bir ona o'zining bolasini lunga bilan bo'g'ib o'ltirib, 4 parchalab pishirib yeganni yozgan yeri bor. Shu o'qisanglar. Google'ga rasm 47 ga kiling. 47. Ha, mana. Google'ga bu ulanishni açsanglar, ama Yo Suyo degan bir kitob, asli kitob. Gansu o'lkasida ayollar birlashmasining raisi Li Lei o'zining uzun yillar Yo Suyo degan kitobida 1959 dan 1962 yilgacha Gansu o'lkasining Li Shadagi odam ish ahvolini mundaq yozgan. Li Shao'da 10 gongshi bo'lib 588 odam 337 odamning jasadini yevatgan. Huangtai Gongshida 1267 odam bo'lib 414 odam ocharchiqda o'lgan, 125 jasadni 5 tirik odamni yevatgan. 23 oila 57 odamni yevatgan. Ota bola, ana qiz, ayol, o'g'il qiz, hadda singil bir-birini vahshiylik bilan yegan. Beyyinu 8 odamni yevatgan. Uning ichida dadasi, ayoli, qizi bor. Liga o'zining 2 o'lib ketgan bolasini yegan. Liga o'lganda uni Huba yegan. Huba o'lganda uni Xiao Zhengzhi yegan. Aşımın akıllı bu işler medeniyet inqilabı 63-yılı bizler tug'ilib bo'lgan vaqt. 2016 yılı ma chet elning birisini kirgizib qo'ydim bu yerda. 2016 yılı 6 ayning 17 kuni Zambiya davlatchi Zamibiyaning Kachipa degan gazetida Xitoy Afrikaga odam go'shti setyotidi. China feeding Africa with human meat degan maqolni e'lon qilgan. Bu maqolda bir Xitoyda xizmat qilgan va yashagan zambiyalik ayolning Xitoy o'lik odam go'shtini kala go'shti qilib Afrikaga sotgan ahvolini oshkorlagan. Bu ayolning aytishicha, u Xitoydagi bir kala go'sht pishiqlab ishlash korxonasiga 100 turana intamga taklif qilganda bu zavodning jasaddan foydalanib kala go'sht konservasiya qilib pishiqlab ishlab Janubiy Afrika davlatlariga sotganligini bayqagan va afrikaliklarni Xitoy magazinlariga berib yemaklik setib olmaslikqa murojaat qilgan. Kishilar buni o'qib Afrikalar qo'rqib ketgan. Rasm 48 ga akiling. Rasm 48, 49, rasm 49 ga akiling. 48 ga. Rasm 48 ga. Ma chet el gazetlarida yozilgan narsalar. Shu Xitoy mush materiallarni izlab ketib qolsa, malam chiqib qoldi. Bu avval Xitoychadan chiqdi. Xitoychadan chiqqandan keyin voy to'xtab turib, bu nima ish deb endi inglizchada izlab to'rlarda izsam ma chiqdi. Topamatamsiz? Ha, mana. Mushu mana Xitoy
shopinverse.com degan jurnalda bosgan rasmga Chinese aslida rasm turib odamlarning go'shi deydi buni. Tuvandagi tarjimasi xatni aslida inglizcha xat turib men tarjim qo'ydim. Xitoy jasadning kala go'sh yashashga boshladi hamda Afrikaga tarqatildi degan xatga ma'lum. Juminglar ashlarniki mush odamlar bularning ichi mush odamning go'shiga. Rasm 49 ga akilang. Mana Barbara Acosta Aboy degan Afrikalik bir ayolninki Facebookda chiqarib qo'yibdi. Mana buni to'padikisi inglizchani men tuvanga tarjim qildim. Bu ayolda bu uchurni barliq aloqalashuvchilaringizga yo'llang. Bu intayin muhim. Xitoylar ularning jasadidan tuzliq kala go'sht yasashga boshladi hamda uni Afrikaga avatishga boshladi. Markasi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar tuzliq kala go'shtdan yiroq turing. Bo'libmi Afrika va Afrika Osiyo yemak do'konlaridan yiroq turing. Bu odamning mushlar go'shtlar, odam go'shti yasagan degan ekan. 2024 8 kuni mushu 8 kuni Xitoydagi eng chong ijtimoiy aloqa supularining biri bo'lgan Xinlang Weibo da odamning jasadini o'g'irlagan, haqorat qilgan va jasadni qasddan buzgan delosining materiallarini oshkorladi. Bu delosining oshkorlashicha bir shirkat 10 yil ichida turli qonunsiz vositalar orqali 4,000 dan ortiq jasadni setib olib, uning ichida qanchalik Uyg'urlar. Andin bu jasadlarni qo'pollik bilan parchalab, postini so'yib, go'shini chiqarib, yuyib, radiatsiya qilgandan keyin 10 tonnadan ortiq yerim mahsulot va 34,077 mahsulot qatorliq tibbiy material qilib sotgan. Rasm 50 ekranı. Mana rasm shu Abay degan ishninki oshkorcha Xitoy nimasidan oldim, Xitoy to'ridan oldim mana. Hammasi ashqinliqandi. Xitoyning bir donglik yozuvchisi bor Xitoyning. Hamma Halmula Yizichi. Sharq Turkistonda Qumulda tug'ilgan Xitoy. Tug'ilib cho'mgan Li Chingping 2028 11 kuni adabiyot shahr Wen Xuecheng deganda kelgusidagi mavzusiz ishlar Guanyi Weilaydi Wuti degan maqolani e'lon qilib, mundaq ahvolni tasvirlagan. Rasm 51 ga akilang. Nasıl 51 turda rasm chiqasin. Mana ash kitob ashunda oldim, Mana ayliq jasad bo'ldi. Jasad kuydirish o'choqning machitidan o'lgan kishining tuqqanlari o'choqqa kirib ketib borgan jasad kuydirish o'choqning machitidan o'lgan kishining tuqqanlari o'choqqa kirib ketib borgan jasadga qarab xo'sh amsi deb yig'layotgan bir vaqtda kuydirish o'choqning ochitidan yana bir tarafida bir necha odam jasadni masqadam, kasbi va sovuq qonliq bilan qaras-kurus qilib parchalab, teri go'shini chiqarib, yuyib, radiatsiya qilib, o'rab qochilab, sovuq saqlab, qonunliq rasmiyatlarni bijirdi. Operatsiyaxonada azaldan tunish emas odamning yolg'on chish, yolg'on burun lim va yolg'on yonbosh sungikiga aylandi. Shilib chiqarayotgan go'shtlarini so'rilgan cho'shqa go'shtga aralashtirdi. Endi men odam jastin moyoq kelsa oyoqdan kuydirib, oyoqda amaliyot kuydami parchalab ekan, lekin bularga mush yozmani o'qisanglar, bularga kuydagi odamni bunda bir sanduqda kulni chiqib berdi-ku. Amaliyot bu chiqmaganlar cho'shqa bir narsalarni kulni kuydirib, dadangni kuldab chiqib berdi. Mana Xitoy o'zlari yozgan maqolalar, ammo 58-oyda. Mana rasm 52 ga keladi. Mana rasm 52 mayliq Zijir Tungja mening cho'ng'i misollarim olman degan yana nurg'un misollar bor. Men qilib qo'ydim. Qiziqadiganlar ko'rsanglar bo'ladi.
Yani adam güçlüyken, adam etken işte onu öttegen misallaşınca ben bir moçlimeye yiyip koydum. Resim 50 kişi ekilme. Ben yakında körüm. Benimki bir Xitaycı WhatsApp grubu sep koyup yer. Ahire resim 53. Tüvendeki resim. Ha bunu tercüm kıldım ben. Bunu bir WhatsApp Xitaycı WhatsApp grupusunda ben dedim o bir neç xil çoğun WhatsApp grupları Xitaycı grupları da var ben. YouTube gruplarında her xil o cemi 15'te Xitay her xil muzakara toplar eşyalardan nurgu uçurlarını egellaydı. Manında qarak mana ben okulu beray 1600 onun dadisi aval ölüp gitti. Ölüp ketken çığı bilen işinin keyniga bağlap koyup her günü aşxandan qaytib kelgandan dadisining go'shtini parchalab yetdi. Man deganda mana bir ayol bir o'g'il bir qiz bilan qolgandan keyin ocharchilik bo'lib ketgandan keyin bir qizini go'g'a ko'mib tirik o'ltirgan. Go'g'a ko'mbasa qizni opa sen nima qilyapsan deysimi deb qo'ymay qizni ko'mib tirik o'ltirib yetib endi ana keyin parchalab chiqib o'g'ilni boqaman deb baqirgan. Shu yakunda yezib qo'ygan bir nimada yana bir oxirgi bir rasm bor. Men sizga ketib qo'ying degan rasm 54. Ne, mush oxirgi rasm. Bu Xitoylargacha qarang. Adab axloqni, aqlni Inglizcha tashkil qilgan Uyg'urlar. Yana Xitoycha bir gapni siz ancha-muncha xabaringiz bormi yo'qmi? Xushobado degan bir gapni anglaganmi? Ha, Xushobado deganchi, endi Xitoyda xuli degan bo'lsa biz Uyg'urlar. Bado degan 8 xil axloq. Xusho bado degani hozirgi manda tutam yo'q gapni qilma, o'pu degan gap shu yerda bado degan xusho bado degan Uyg'urlar 8 xil axloqni tashviq qilyotidi degan. Mana ma'nodagi 8 axloq to'ngdan tuanga yuqoridan so'ngdan o'g'ida birinchisi rudo. Bu degani muqaddas ixtisosliklar yo'li. Shuni tashviq qildiki, qandoq qilsang yaxshi bo'lsa, Budda dinini Xitoylar Uyg'ur tilidan Uyg'urlardan o'rgangan emasmi? Budda tiliga eng yaxshi shu Qahar Barat, doktor Qahar Barat yaxshi bo'ldi. Mush to'g'riliq jiq tadqiq qilib ketgan. Bado, birinchisi bado degani 7-8 xil axloq. Birinchisi muqaddas ixtisosliklar yo'li. Shuni qandoq o'rgansang bo'ldi ama. Ikkinchisi shuado. Shuado degani Budda dinini o'rganish degan gap. İkincisi. Üçüncüsü Fangdao. Fangdao degani haqiqiy odamni ziyorat qilish, haqiqiy Budda odamlarini ziyorat qil, yaxshi bo'l degan gap. To'rtinchisi Shudao. To'rtinchisi yaxshi xarakterni tarbiyalash degan gap. Tuandan qarsangiz beshinchisi, mana unga Dodao. Dodao degan Budda dinini o'rganib alayda manzilga yetishsan, Budda dinini yaxshi o'rgansang, Dodo degan alayda yaxshi din vaqtda islom dinlar chiqmagan vaqtda biz Budda dinini ishingan vaqtimiz. Budda dinini o'rgansang, alayda yaxshi manzilga, yaxshi ro'yga borsa deydi. Asli Chuandao degani muqaddas ilohiylar yo'lini o'rganish. Yettinchisi Liaodao, haqiqatni tushunish degan gap. Eng oxirgisi Qingdao, haqiqiy o'zini bilish darajaga yetish. Bu 8 xilni shu Xushobado deydi, Xitoylar Xushobado hozir tutam yo'q gapni qilma deydi. Shu vaqtlarda xalqlar Uyg'urlar hamma yerlarga berib mushtaqillik bizni Budda arbobimiz so'zlab yurgan vaqtlarimizda mushlar 8 xil narsani so'zlatgan. Xushobado mushundan keldi. Xushobado hozir Uyg'ur lug'at kirsangiz tutam yo'q gaplarni qildi deb tarjima qilgan. Amaliyotda tarixda bu gapning ma'nosi Uyg'urlar 8 xil axloqni tashviq qilyotidi degan gap. Biz Uyg'urlardan nima qilgan? Xushobadoning asli ma'nosi mushu. Keyin tarixda bunda nima ketgan-ku bu bado degan mushu. Badoning bari. Masalan, oxir men xulosani qilib o'tay. Xitoy tarixida Yao va Sun, Xitoy tarixini Yao Sun deydi, biz mushning avlodlari deydi. Tunji bularni biz Odam alayhissalom bilan Havoning avlodlari degandek bu Xitoylar Yao Su deydi.
Yavuz devirden bugün güngacha odam ishi zodi uzilmagan. Qalayimqon va ansiz zamonlarda tinch va gullanish davrida qanchalik besimmi, bossimi, cheklisimi, ayiblisimi, qog'isimi ma'lum muhit sharoat fursat bo'lsa odam ish to'xtamagan. Adil yoki odilsizlik qiyofatda Xitoyning bu odam yeyish ro'yi o'zini ko'z qilib bozorga solgan. Yuqoridagi Xitoy o'zi yozgan tarixdan bilgini bo'ladi ekan, bular odamlarni o'ltiribla qolmay, odamlarni kavob, dumlash, qo'rish usullar bilan pishirib yeb kelgan. Hatto odamning go'shini, mingisini, ichki a'zo organlarini va qinni xom yeb, xom ichib kelgan. Har qanday madaniyatning bir axloq etak sizig'i, bottom line deydi inglizchada. Etak sizig'i, yana bu yerdan o'tsang bo'lmaydi degan asosiy sizig'i bo'lishi kerak. Mushundaq axloq etak sizig'i bo'lganda bir millat va bir davlat kollektiv holda axloq jinoyat o'tkazishdan saqlanadi. Ong sezmiligining umumyuzlik tushkunlashining oldini oladi. Odillikdan hayvon yurtqochlikqa aylanishning yomonligini bilalaydi. Axloq etak sizig'i bo'lsa, bir odamning izzat qadr qimmatini, axloq fazilatini, vijdon insofini, odillik haqqoniyligini qo'g'daydigan minimum eng kichik mudofaa liniyasi. Haq nohaq, go'zal razil, chiroyli sat, yaxshi yomon, oliy past, dona sharmanda qatorliqlarni ayiradigan harakat nizomi. Lekin Xitoyning necha ming yil tarixida butun Xitoy millati inson qilipidan chiqqan va odamgarchilikni yo'qotgan harakat qilmishlarni to'xtamay takrorlab kelgan millat. İnsanlık hakkındaki tüzümler, sistemler ve kanunlar közge çılıkıp tursumu kari bulmagan. Körüp durup körmeslikке silip kelgen. Bu kılmışlarını özünün tahırlandıgan, an'anavisi kılıp varislik kılgan ve buruchi deb ataydigan millet. Bundaq medeniyette terbiyelengen millet özünün ang sezimlikini tez yo'qotib, yovvoyi va vahshiylikni qabul qiladi. Bu bo'lsa bir yovvoyi psixologiyalik madaniyat. Bu madaniyatdan qanday kishilik huquqni talab qilamiz? Qanday talab qilamiz? Xitoy tarixini o'qib chiqsak, odam go'shti yeyish har tarafdan shakllangan. Masalan, urushda ochliq masalasini hal qilish uchun odam yegan. Açarçılıqның səbəbidən adam yegan. Sadiq bo'lmaganlarni və düşmənni cazalash üçün adam yegan. Öç ilish üçün adam yegan. Qizg'in muhabbət yoki nafrat üçün adam yegan. Odam go'shtiga bo'lgan orzu armoni üçün adam yegan. Savdoyi bo'lib qolganligi yoki din e'tiqodining farzi deb odam yegan. Kasallarni saqaytish yoki xurofiylarcha cho'qinish uchun odam yegan. Odam go'shti yeyish Xitoyda emas, insonlar tarixida bo'lgan. Lekin Xitoy madaniyatidagi odam yeyish sonining ko'pligi, vahshiy yanatligi va nazariyalishi dunyoda kamdan kam uchraydi. Lushin G'aljir odamning xotira daftarida Xitoyning bu odam yeyish madaniyati Kuomintang yana yangi jumriyat davrida mavjud ekanligini yozgan. O shu davrda yashagan odamda eng muhimi Xitoy odam yeyishning zarurligini va mumkinchiligini yangi nazariya orqali isbotlab kelgan. Bu nazariya bo'lg'achqa yangi davrlarda odamning chochlarini tik turg'izib yetadigan odam yeyish ahvoli bo'lib turgan. Bir necha yil burun
bir necha yil burun Xitoyning fantaziya yozuvchisi Liu Cixin bilan ilm-fan tarixshunos Zhang Xiaoyuan ilib borgan suhbatda bir farazni o'ttirg'a qo'ydi. Agar oxir zamon kelib bu dunyoda faqat ikkisi bilan naq maydon riyosatchilar qolsa, yana insoniyat madaniyatining hammasi bu uchidila qolsa, riyosatchini cho'qim yegandila hayot qilish to'g'ri kelsa, uni sen yemsan deb so'rsa, Liu Xixin uni yeydiganligini bildirib shundoq degan. Sen uni yemisang, insoniyat madaniyatining yo'qolishiga mas'ul bo'lsan deb javob bergan. Xitoydagi bu odamga bo'lgan hurmatning kamchiligi Sharqi Turkistonda ilib borgan nasli quritish xarakteridagi qo'rqinchli harakatlarni qo'llanayotganligining psixologiya tarixiy asosi mavjud ekanligini ifodalaydi. Shuning bilan uka men bugun leksiyamni oyoqlashdi. Savol bo'lsa javob beray. Bu tugaydi. Shu sizlar aytgan hujjatni redligichi bo'lgan orliqda o'qib kelib, Xitoyninki biz cho'ng 4ga bo'ldik. Ya'ni agar 5-si, 6-si bo'lish ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, uni to'ldirarkan Xitoy. Ya'ni bahona sabablarga uchun. Ammo uni o'rin qo'ymadak darajada singishib ketgan-kenda bu odam yeydigan nimaga. Endi Xitoyning o'zida bunday qiliqi ko'ngan yo'g'onchiligida sen nima yeb baqding hayotingda deb beslashadigan bir ish bor ekan. Shunga bu osmonda uchgan, yerda manganning hammasini yerlaydiganlik bilan faxrlanganida shuni ko'rayotib kallamdan kechgini shu keyingi yangi kampini ochganning yoqi vatanda Uyg'urlarimizning, ya'ni vatandoshlarimizning, xalqimizning taxminan 20dan ko'proqining yo'qolib ketganligini ilgari surganlar bo'lardi. Ya'ni shuni yeyapmamdi degan narsa keldi hozir. Məmanında Xitaylarda eləki cəsəd, vaqtda bir maqal yazgan anladınızmı? Bu Xitaylar Uyğurlarning cəsədindən qanchalik pul topdi deb yazdım. Bir maqal e'lon qildim uningda. Uningda Xitaylar men mushu Liushayliqi tömün cəsədni qilgan, undaq nimalar yamanchiq tömün yan bir yerda 180 tonna odamning cəsədi chiqadi ekan, yan bir yerda 30 tonna Xitaylar 10 necha ashunda odamning cəsədidan shu dori yasaydigan cho'ng zavodlari bor ekan. Shulardan chiqib ular qanchalik odamlar o'lib yo'qolib ketgan Uyg'urlar men shuning dedim. U to'g'riliq bir rasmiy bir suhbat olsak bo'ladi Uyg'urlarning jasadidan qanchalik pul topdi deb. Chunki u kuni maqolda jiqbirimlarni ko'rsatgan bo'lmaydi. Maningda ko'rsatib, ekranda ko'rsata olayman. Shuningdimi men agar Uyg'urlarning 5 million, 1 million odam yo'q ketgan bo'lsa, az deganda nihoyatda konservativ o'ylsaqmi 200 ming jasadni sotdi desak bo'ladi. Endi eng başta yiliq vaqt ochiq oshkor eng boshqa sotgan ayollarning chichi. To'g'rimi? Jasad kirgan necha million bo'lsa bir 2-3 ming ayollarning uzun chichini u chashdi deganda yomon qimmatli narsa, yomon birimini yasaydi ayol. Bu Uyg'urlar ayollarning uzun chashlarini o'sha akirganlarning hammasini chichini tushirib emasmi kirganni? Shu chichini shu sotgan ahvollarni shu vaqtda Xitoy o'zlari nim qilgan. O turma hallada. Onun içinde qancha odamlar o'lib ketdi. Men 200 ming konservativ dedim. Necha o 7-8 million odam turma tursa, onun az deganda biz 1 millionninchi odam o'lgan tursa, o'lgan jasadlar nada, qayerda kim biladi? Qoy tutib ketgan oila nurg'un odamni hozirga topolmay shu jasadlar shundan ketdi-da shunday ekan. Qonlari ularning qinni sug'urib ichiga nim qildi akiranga u akir ketgan odamlarning qonlarini har xil nimada sundu sug'urib akitdi uningdagi ular har xil mikroblarni tajriba qiladi ular urib
ketganda uningga. Bu bir naaytı men muşundan qarab o'zinglar bir bunda nima qilsa bo'ladi-da odamlar. Aşı turmadagi odamlarninkini bunda tasvirlasa, ko'z oldingizga akilansangiz bo'ladi. Bundaqda şu bugungi kuni qadar Xitoyning shu adam yeyish xumori yani davom qilayotganligi sheksiz hozir. Siz shuni Ma 8-ci ayda, abay 8-ci ayda ma bo'lgan ishni deb uni ichi qancha yilda nima qildi ufmay 8-ci ayda bo'lgan ishni men deb beryapman. Madaniyat inqilobida ana o'zlari yozgan maqolalar bir har bir noyada 1000 odam bo'lsa 300 odam qolgan 700 odam yevitidiki shu. Aşında açarcıq o'tgan o'zining kitoblarini men mushni yozganda bir Afrikadagi bir inglizchani qildim. Boshqa bir yerlardan material ip qolmay, bu ip qolsaylik o'ydirib chiqargan bu demisun deb, mush Xitoy materiallarini o'qib beshimdan tutun chiqib ketdi. Ashlan izlab shu misollarni shu daryo, bunda ishlans bir daryoning ichidan bir jinnini izlagandek izlaydigan mush kitobni o'qib, iliq materiallarni akilib, uni materiallarni akilib, urib, kirgizib, qadimgi maqolni uni Uyg'urchaga tarjima qilib, deyman-ku, mushu mandan 2 soat ketdimi yerda? 2 soat deyman. 2 soat ketdi degan bilan ashunga deyman-ku, men minimum ol deganda ashunga mushuni tayyorlash uchun 150 soat vaqtim ketdi. Nima ketdi emas, shu ko'son bir ufson manan deb bilman. Bu qarab baxsam bu Xitoylar to'g'riliq bunda tafsili bularning madaniyati va to'g'riliq yozgan birimlar yo'q. Chunki bizning vatan ichida neni yozganlar bor, ular yozolmaydi. Va sirtga chiqqanlar ichida yozganlar yozmaydi. Bu Xitoychini o'qigan, tarix o'qigan Uyg'urlarning xeli jiq bu vaqtni mushning zo'r energiya chiqarishdi. Talab qilgan narsa emas. Shunda anglanglar. Biz ilgirki ba'zi boshqa programmalarda Xitoyninki mohiyatini tushunishga aloqador programmalarda Xitoylikni joriy qildiradigan yadro kuch qayerda, qaysi iqlimda, qaysi tabiqada degandek bir savollarda biroz to'xtalgan edik. Bu haliqi uzunga toshqan Kalarusi toshqa avlaydi degan naql bo'yicha ilib ketgan chog'da Xitoy nihoyat uzun yillik plan qilganligi uchun dastlabda yaqin ko'rgandek do'st, hatto xotin deganlarmi vaqtning o'tishi bilan hatto uningdan bola paydo bo'lgan bo'lsa-mi, shuni darajaga olib mengib bu qini balonidan falon nasabning manchinchi bolasi masalan deb kelib o'zliksiz xitoylashtirish, cheklash, ya'ni o'ziniki aslisini suzuklashtirish jarayonida shu bir mahal do'st bo'lgan, xotin bo'lgan, bola chaqali ota bola bo'lganlarni vaqti kelgan chog'da yana chanab mangadi ekanda bular. O'zining bolasini podshoh balaning beshini yeb qoldim desa, ashbel darrov kiriblar, kichik 6 yoshlik bola ekan, o kitobda beshini o'ltirib, beshini kesib pishirib chiqib berdi. Og'insi desa, o'zining eng yaxshi ko'rgan xotinni pishirib, kiyimlarni kiydirib, patizlab, kavop chiqib berdi. Yeydi arshi. Qo'shiq ichkasam, o'zi bevosita bolasiga o'ltirish qilmasa, yo'lning ichida turib, bir-birsiga qarab, bolasini anaga bergan, bolasi managa bergan, o'ltirib berdi. Buni hammasi so'zlab o'tyapman. Bunda bo'lgandan keyin nimaga mehringiz bo'ladi? Siz buningdan hech qanday xotinni, bolani o'lib ketgan ota-onasining jasadini ko'lab chiqib yeyotgan bular hammasi bo'lsa, buningdan siz qanday bir yaxshilik, mehr, shafqatni talab qilasiz? Talab qilasiz. Odamni o'ldirsa, odamni qolsin, butun odam mo'mini tutib atrofiga yig'ilib olsa, texi boylar, cho'ng Manda bir cemiyette obruy bağlar ular mo'misini apirib kallasini ostiga munda tuzib qo'ydi ekan. Qolganlar sirtga. Oshunda o qandoq bu vahshiylik. Haqiqatan. Endi ben sizning bugungi taqdim qilgan programmada hissiyot yoki boshqa narsa yo'qkanda butunlay Xitoyning o'zining manbalaridan suzib chiqib
Xitoy arxivlarida saqlangan ma'lumotlarni sungan bo'ldingiz. Jiq ajr qilibsiz. Alloh ajringizni bergay. Beshidma e'londami biz degan Xitoy bilan bo'layotgan aloqada Xitoyni tunishda keyingi taqdirimizni belgilashda dilovlayotgan yoki ishonmayotgan do'stlarga bir ogohlantirish bo'lib qolsa ekan degan umidda biz bütün materiallarninki mandaq manbasi ko'rsatilmay qolibdi. Mana to'plamchi bu materialni mana kitoblardan to'plandiq degan shaklda eng tekka bir list chiqarib aytgan bo'lsak taxmin Vay yaxshi ben bo'lardi. aşıylıkı ahırda 53. maylıkı zırcı tuğuncanda aş kitaptan kaysı bet kaysı bunda bir lisenç misal abmıdım. Ma yaman cıhıp gitti de bunda yıl koydum. Aşının da kaysı bab kancın bitidin tat aşının da ba. Aşının da kötüler aşımı yetmiş gitti aşının da ma. Aşının bab kitaplardan nima aşının da mana qancha 17 tom, qanchinchi tom ashundaqlarni hammasini oxiri yezib qo'yib qo'ydim buni. Tamam. 54 oshini ko'rsam mushak gibi olaning qanchinchi zirri tunjanda kirdim. Gaylarning qanchinchi tom ekanligini o'sha xitoycha qarsanglar bor. Kitobda. Burun kitaplar siz bilsiz Xitoycha bo'lsa, burun kitaplar bat bo'lmaydi. Birinchi bat, ikkinchi bat, uchinchi bat degan. Bu keng kelgan gap emasmi? Bat degan keng kelgan narsa. Burunqi pashchik deganmi yo'q. Xitoylarning iliqi mushu shiji degan tarixda necha tomi faqat biz mushu yerindaydi biz Uyg'urlarni chetdaliklar deb so'zlatdi. U vaqtda u kitoblar pashchik yo'q. O pashchik deganda ma o'rindan bir o'ringa yetkazsangiz jumla butunlay o'zgarib ketadi. Xitoylar yaqin yozgan buni pashchikit qo'yganda Ashiyalarni butunlay bunda pashchikitni o'zgartirish orqali bu Sharq Turkiston, Mo'ng'ul, Tibetga azaldan Xitoyning bir yer degan bir bilan chiqardi. Pashchikitni o'zgartirish orqali. Bo'ldimi? Bo'ldi, ko'p rahmat. Menimcha savolga o'rin yo'q. Qog'ini har inson o'zininki himmatiga yarasha izlanib ko'radi. Keyingi men sizlarni hamma tashabbus qilganim bu mening ajrimdan emas, anglanglar, men sizlarni bir anglab chiqinglar. Chunki bunda Xitoy tilini inchiklab, tarixdan qo'lab tadqiq qilgan yana bir leksiyani manda emas, yana bir yer anglanmaysizlar. Xitoylar bu odam go'shti yeyish orqali mana jismoniy jihatdan kasallikka giribtor bo'lgan avval yo'qmikan? Besh ishib ketibdi degan bog'i. U bo'lganda uni lekin yeybersangiz ular uchun faqat bir go'sht bo'lmagan masalan o'zining bolalarini yeganlarning beshi ishib odamga o'xshamay qoldi deb 59-yil yozgan kitobda bor. Kitobda o'zining odamning beshi ishib odamga o'xshamay qoldi, o'zining bolalarini yeganda. Lekin unda bu pishirib yeberganda bir go'sht deb bo'lgandikin osmonda uchayotgan yerda o'mlayotgan hammani yegan bo'lgandikin ularga aqchan ta'sir qilmaydi aqchan. Biz ular ko'sak orib qolamiz. Xitoyning amaliyotidek dardamak boshqa narsalar bilan aralashtirib uning asl ta'mi boshqa bo'lsa-mu, anaqa yeshikning qag'izda tomoq eti yegan videolar chiqdi-da, oddiy misolan. Shu anaqa vokal olib ketgan pivining shishlarini qaynatib tomoq etadigan Xitoy bor. Facebookdan chiqaydi. Aşağıdan nima qilsak, aslidagi faqat men falan mani yedim deb shuni faxrlanish maqsadida yegan olmaydigan bir narsa bo'lsa-mu, bor. Ay galdan insonni galdan aldab o'tib ketadigan narsalarni tetisqlarni qo'shish orqali yana shu bu shaklda yeydi ekan bular. Yeydi hammani. Yegandikan nima qildi bu? Nimani yeme bular uchun bu qarang bu sizning madaniyat masalanga burunlarmi qadimgi zamonlar Afrikalarmi Nuriyat bir xalqlar bor ular qadimgi zamon odam go'shti yeydigan. Ki kannibalizm deydi o yo'qolib ketdi endi hozir. Shu o night oslandikilar odam go'shti yeydigan ashta. O endi shuningga ko'nib ketganki sizga suv bo'yida kitobda vusunglar, so'ngarning uyga yeydiganlar sab odam go'shti so'ngarning uyida. O ashiylarga urib so'qishib ayol bilan qiladi.
yeydigini shu odam go'shti. Ya boshqa nima bo'lmagandan shu odam go'shti yebla qilib ketganda bu normal ahvolga o'tib ketgan. Shu uch parchani taqid qilsa, shu bo'yda degan kinolarda shu siz degandek tosh qoptimasini tugib mantiq qilib yakin degan jumlalar ochiq oshkori borda. Ya iliq ko'zimga iliq o'sha yozadi iliq o'zi deydi biz iliq simiz go'shtlarda seriq osh yashaymiz, ushshoq go'shtlarda mant yasab sotamiz deb iliq uningga vusungni u ayol iliq odam go'shti qildigan zavodiga nimaga akirsa iliq odam go'shtini 5-6 pochaq isig'liq odamninki iliq 5-6 terisi isig'liq bir necha odamlar odamning terisini shilayotgan ahvollarni men bugun deb o'qib kitob o'zidan o'qib berdim bu. Xeyr. Endi vatanlik vaqtimizda bilmabdikimiz. Chet elga chiqish fursati bilan chet elga chiqqanda sizdek izlanish nimasi bo'lgan qarindoshlarimizdan, taqdimkor do'stlarimizningki tavsiyalaridan, anlattıklardan Xitoyni boshqacha tonigan bo'ldik. Darvaqa insonlik sifatidan uzoq olamga bir ibrat bir qavmkan bu. Bugungi programmaniki vatan xalqimiz uchun manfaatli bo'lishini Janob Allohdan tilaymiz. Ko'p ajrlik bo'lg'aysiz, omag'aysiz. Fursat bo'lganda inshaalloh oldimizga programda ko'rishamiz. Endi yosh cho'ng bo'lgandan keyin odam asta-asta yerib qolgan bu qopdi Ya, ilm bunaqasi. Mana ilm ishdan qaytib kelib bu bola yerib qolgan bu qopdi odam rostni aytsam. Nima qildigan? Uras. Nim bo'lgan siri. Sizlardek yosh vaqtlarimizda ishimizdan qo'rqmatdik. Hozir yosh cho'ng bo'lgan siri yoshlar charchab qolgan bu qopdiq bizmi? Bo'ladi usta amsi. Maqlar, ha? Bo'pti, aman bo'ling. Inshaalloh oldimizga programda fursatli ko'rishamiz. Allohga emanet. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu qadar bo'ldi. Anglag'aningdek, Mavlon Yasin apandi Xitoylarning o'zining manbalaridan tepib chiqqan dalillik eslama shakldagi xotirlarning hammasini deyolmaymiz-da, topa olganlardan bir programmani bizga taqdim qilgan bo'pti. Bizningki o'zimizning manbalarda Xitoyning odamlarni yavatganligiga aloqador bir tarixiy manba biz uchqatmadik. Lekin Xitoyning o'zininki manbalaridan tepib chiqqan materiallar orqali bugungi program taqdim qilindi. Do'stlarning bir-biriga tavsiya qilib qo'yishini va Xitoyni tunishda taxmin zil inchga bo'sha bo'lishini tavsiya qilamiz. Bo'ladi, omon bo'linglar. Kelar qadam program ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatulloh.